Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qadirli dünyanın her qaysi joylaridagi Pidayla ekranındaki qadirli ko'rinmalari. Hammanglarninki mushu vaqti va bundan keyingi vaqt xayrli bo'lsin. Men İstanbul'da Abdulaziz 5 to'g'raq. Biz hozir Angliyadagi, Londondagi Kerem Zahir ustoz bilan birlikda Qur'ondan nazar programmamizdagi 23-sonida nafl namoz to'g'riliq mazmunda to'xtalib o'tmoqchi. Ustoz oldingi soatlik darsda shu namoz haqidagi salat, ya'ni Qur'ondagi salat to'g'riliq shu kalimaninki shu hukmninki ma'nosini tushuntirib, uningki Qur'oni Karimda namoz yo'q deydigan, ya'ni namozni tab qilolmaydi, Qur'onda rakat soni yo'q, vaqt yo'q deb mina da'vo qiladigan an'anavichi hadissiz islomni tushungan olmaydigan qarindoshlarga qarata Qur'ondan oyatlar bilan dalil qilib uni ko'rsatib berdilar. Ham bizning texnik yaxshi egallab olishimizga yaxshi dars bo'ldi o'tgan soat, ham biroz uzildi. O'zlari qanday yaxshi obdan tutdimi? Va alaykum assalom va rahmatulloh. Allohga shukr. Qanday o'zlari tichmantulloh. Yaxshi. Endi bu soatda shu tamam nafla namozlar, ya'ni ba'zida sunnat deb o'qiymiz deganga o'xshash. Menda nafla namozlar to'g'risida bizga biroz so'zlab bergan bo'lsalar, bu namozlar Qur'onda bormi? Bu qanday paydo bo'lgan bu to'g'riliq nimalarni bizga tayyorlab bizga olib keldiki? Assalomu alaykum dunyoda qarshi joylar hurmatli qarindoshlar, hammanglarning shu vaqt xayrli bo'lsin. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Endi bu nafl namoz haqida Qur'oni Karimda nafl namozga ishorat qiladigan doiradagi bir oyat yo'q. Endi buningga faqatla payg'ambar alayhissalomniki mandaq namoz o'qiganmish, andaq namoz o'qiganmish degandek so'zlarni naql qiladi. Lekin Qur'oni Karimda shu Sura Isroniki 79-80 oyatlarining o'zini, bo'lib 79-oyatini dalil qildi buningga. Bu oyat nima desa? Estağfirullah ve minel leyli feteheccet bihi nafileten lek asa ayyeb eseke rabbuke maqamen mahmuda degan mushu oyatning o'zini dalil qiladi. Mushu dalil qilish orqali kecha turib sen nafl namoz o'qi. Nafl namoz o'qisang, seni Parvardigoring maqama mahmudga yetkazadi. Yoki sening umiding maqama mahmudga, ya'ni hamma odam o'zi yaxshi ko'radigan, hamma odam o'zi maqtaydigan shundoq bir o'ringa yoki u bu yerki maqam mahmudni ular undaq tushunmaydi. Allohning yerida bir o'rin bor. Payg'ambar alayhisalom o'sha yetish uchun harakat qilish kerak-da. Undaq maqam mahmud o'sha endi. Undaq tushundim. Lekin Qur'onda undaq tushundirmaydi buni. Bu yerdagi va minal layli fatahajjat bihi nafilatan lak degan oyatning o'zidagi tahajjud namoz deb qaraydi buni. Nafilatan degandan ham tahajjud namoz, ya'ni nafl namozini o'z ichiga oladi degan qarashda bo'lib, bu yerda halqi peshimning oldi keyinda, misolda xuftamning oldi keyinda, bomdodniki oldi keyinda degandek bo'lgan namoz, uni boshqa namozlar asr deymiz, shom deymiz. Uni degan vitr namoz deymiz. Undan boshqa ma nima? Halqi kun chiqqan vaqtida bir o'qilgan namoz var ki, chashka namoz deymiz. Mushar birinchi namozlar var-ki, tasbih namoz deydi-ki, undan keyin kun tutilganda, oy tutilganda o'qilgan namozlar, suv halqi yomg'ir yog'dirgan yağmur yağdırdıqanda o'qilgan namoz deyli, yağmur talab qildigan vaqtda o'qilgan namoz. Deganga o'xshash shundaq o'z qandil kechasi o'qilgan namoz deydigan. Isqot namozi deb namozlari bor. Isqot namoz deydigan, undan keyin shu qo'rqu namoz deydigan misolda. Mingrak bir namozlari bor.
istihar namaz deydigan, aşındaq nurgulluğan, ayındaq namazlı vaki, men muşu sel azırğarağını bildikenme. Ama bunu o ravayetlige aslaslansak, menimki perzimçe etigende bir akır kögen buldum. Bu az olsa 30-40 yıl namaz çıkıdı endi. Aşı namazda aşında yaman cık kılıp etkendeyken insanlar o namazın içinden bir başka çıkıp olanmay. Ayında talaş tartışın içinde menda gangırap kalıklık. Hem de bu ayetdeki asli manası nima degan vaqtida ve minel leyli feteheccet bihi nafileten lek deganning o'zi asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda degan bu ayetning o'zi sen maqaman mahmud hamma odam e'tirof qiladigan shundoq bir o'ringa yetishni orzu qilsang kechida turib ortiqcha nafilatan deganing o'zi ortiqcha turish turib kechida ortiqcha yani biroz baldir turib shu ishingga sen o'zi başkatu degan gap qo'yadi. Bu başkatu degandan nereden topsa degan vaqtda bu oyat bilan o sura Mudassirning Muzammilniki 3-oyat 3-4 oyatlarda misol ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan saqila degan mush oyatning o'zidan shu ma'no chiqadi. Bu ikkisi birleştirgen vaqtida Peygamber Aleyhisselam keçide biraz baldır turup Kur'an-ı Kerim'ni okup onu retlep, onu düşünüp mesela yüzü birinci. Onundakin kişilerge düşündürüş usullarının özüne mesela yüzü birinci yaxşı düşünüş gerek de onu. Bu yerde verettilil Kur'an'ı tertila degenin özde bu iki xil ma'no çıkıdı. Rettile degen birisi retleş ma'nosidagi ayet. Yan birisi degan vaqtda onu yaxşı düşünüş mazmununu yaxşı düşünüşning o'zini maqsad qiladi. Bu yerda rattil deganni buyruq kelin bo'lib, ya'ni boshqalarga yaxshi tushundir degan ma'no chiqadi. Shu vaqtda nima desa, birinchi o'zi yaxshi tushunishga. Nima uchun degan vaqtda bu yerda oxirida inna sanulqi alayka qawlan saqila deydi. Biz sana tushunish qiyin bo'lgan so'zlarni keltiramiz. Bu tushunish qiyin bo'lgan bunda so'zlar kelgan vaqtda uning sen boshqa turib uni tushunishning o'zi uni qanday qilgan vaqtda bir ameliyat uygun bir icra kılı oldu. Millet kandak düşendiği oldu. Bu sahada özen başbatırıp biraz baldır durup bir milletke yetekçilik kılıvatkan insan boğan dekin. Bunu kılırsa onun özünü retleyse deydi. Bu yerdeki rettil degen ikinci nemisi Kur'an-ı Kerim'ni retleş. Yani birinci sure Fatiha, ikinci sure Bekar andak olgan bolsa şu boyunca yani birinci ayetin keyin ikinci ayetinin kelişi ayetinin tertibi, surenin tertibi o'xshash aşı narsalarning hammasi aslida nima desa Peygamber Aleyhisselam berilgan bir buyruq. Buni o inna nashiyatal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila deganning o'zi bu yerda yana Texinbek buning o'zini bayon qiladi. Nima degan vaqtda kecha tiptish. Varan turun yo'q. İnsanlar bir narsa tafakkur qilsa, bir narsa tushunaman desa, yaxshi bir vaqt, masalan, kecha atganligi bir bomdaqdan burunroq turib qısa şundaq yaxşı bir vaqt oldu. Men şu vaqtning o'zini Alloh taolo Peygamber Aleyhisselam buyurup men şu vaqtda sen turib onundan bu Qur'onni o'qib yaxshi tushunishing kerak va insonlarga yaxshi tushuntirishing kerak deydi. Nima degan vaqtda buni oxirisida inna laka fin nahar sab'an tawila. Chunki sizni kunduzda qildigan ishlaring noyat jiq deydi-da. Kunduz noyat jiq ish qilsa sen uni kishilarga yetkazsa, uni amaliyat ijro qilsa degandek bunda bo'lgandan keyin kechida uningga sen vaqt chiqarib, uning bo'lgan tushunchangni oshirib, millatga to'g'ri tushuntirishing kerak degan gap endi. Bir tarafdan, yana bir tarafdan o Qur'onni o'zing ratlashing kerak degan mandaqa nemada. Buni burunqi nemilda bir qatim so'zlab o'tdik. Shuning uchun bu yerdagi ve minel leyli feteheccet bihi nafileten degan bu yerdeki ayettin hiçbir zaman nafil namaz oku degan ma'no çıkmaydı. Bu nafil namaz oku degan ma'noni chiqarishki maqsad bu yerda 78. ayetteki aqimis salat tarafayn nahar ve zulfen minel leyli inna aqimis salata liduluk şems ila gasaqil leyli ve Kur'anel fecri inna Kur'anel fecri kana meşhura degan ayetin keyin kelganligi uchun buni nafil namoz o'qi deganga e'tiqod qilgan insonlar.
Endi buniki yana bir tarafı var. O tarafı nima degan vaqtida Makka mushriflari niki bir qismi 5 namoz o'qiydiganlari bo'lgan, bir qismi 3 namoz o'qiydiganlari bo'lgan. 3 namoz o'qiydiganlarniki misol oqshimisi sham namozining o'zini 3 rakat o'qiydiganlari bor, 1 rakat o'qiydiganlari bo'lgan. Undan bu ma Yahudi Nasaralniki namoz o'qish nimalari ba'zilari 5 namoz o'qiydi. Bizniki hozir o'qiyotgan namozimiz o'z ayni. Atiyalik 4, peshimni misol 10, asrni 4, shamni 3, nima shamni 5, shu ayndaq holatda o'qiganlari var. Yana bir mazhabi var, 5 namoz o'qiydigan, yana bir mazhabi taqvodor, yana bir mazhabi var. Kecha tahajjud o'qiydi, kunduzi chashka namozi qilinmaydi. Chashka namozini tatib o'qiydiganlari var misol. Endi bu nafl namozniki bizniki bu dinimizga shu farz namozning oldiga qo'shilib, bemencha shundaq ko'paytirilib, uning sirtida yana bemencha namoz paydo qilinishlik sabablari nima degan vaqtida? Bu Muaviya o'zi nimani musulmonlarniki beshiq kelgan vaqtida uniki kotib bo'lgan odam Kabul Axbar degan bir odam kotib bo'lgan buningga. U Kabul Axbar deganning o'zi vaqtida Yahudlarniki tapanoqniki nimasi ekan endi. Bir imom odammi? Mollami? Bir shu vaqtdagi cho'ng o'zi mollasi ekan. Buniki nemisidan bor shu o'qigan nemis shuniki tarjimonini ko'rganlar bo'lsa izdiz topalaydi. Şu hayat vaqtida 250 ming atrofida rivoyatning o'zini butun hayotida shunday nima qilgan, taqatgan. Chunki uniki rivoyati o'z vaqt tayyor bo'lgan. Hatta tunji qatim yozilgan hadislar o'sha odamning hadisi deb turib olganlar bormi? Masalan, bu Tevrat Injilniki yangi ahdisi deganda butunlay shu Markus, Yohanna deganniki nomida rivoyat nima qilindi, so'zlandi. U yerdagi İsa ani qildi, Musa mani qildi degan Musa va İsa'ning o'rniga Muhammad deb yozsalar, shu rivoyat o'z ayni shu islomga ko'chirilib kirildi misol. O derecede. O derecede yani shunchalik o'xshaydi buningdagi naslcha. Bu shu vaqtning o'zida Qur'onga chaqlanmay, Qur'onning yeniga parallel Qur'on. Holatda shundaq o'zi rivoyatlarni payg'ambar alayhisalom ani qildi, sahoba mani qildi degandek, mani dedi degandek so'zlarni yasab chiqish orqali o'ziniki qilayotgan ibodatlarni islom shu savob bo'ldi yoki bo'lmaydi, yoki farz, yoki sunnat, yoki mustahab, yoki vojib degan shundaq nom ataq bilan bu o'zi islom ibodatlarining ichiga kirdirib etgan nurg'un narsalarning o'zini. Hozir shu YouTube'dan topa oladi insonlar aqtosa Yahud Nasaralının o'qigan namozlari bilan shu bir mazhabning o'qigan namozlari bilan musulmon ahli sunna va jamoaning o'qigan namozi o'xshash chiqadi. Yana bir o'zi jamoati va uning o'qigan namozi bilan Shia'niki, ya'ni 3 vaqt namoz o'qiydigan jamoati bilan uning o'xshash chiqadi misol. Demakki nima degan vaqtida, ya'ni islom diniga, islom dinidagi ibodat qismlariga, aqida qismlariga şu Yahud Nasaralniki aqida ahkamlaridan nurg'un narsalar kirdirib etilgan. Masalan, şu aqida kitoblarini hozir o'qiydigan bo'lsak, shuning ichida Alloh, payg'ambar, farishta, nima, shafaat, karomat degan narsalar haqida Yahud Nasaralniki o'xshash. Ular shu nimaga İnnemal ulema ve verasatul enbiya degan bir rivoyati ularning va u aynan musulmonlarga yo'tkilib kirgan. Ulema deganni payg'ambarlarning merosxo'rlari degan. Varisi degan. Endi varisi bo'lgandan keyin payg'ambarlar mo'jiza Alloh taolo bergan mo'jizani ko'rsatish orqali o'zining payg'ambarligini isbotlaydi. Qarshi tarafning o'zini shu mo'jiza orqali mat qildigan gap. Bular ularni ko'rsatgan mo'jizasi yo'q. Mucize olmagandan keyin ular karomat, bizga karomat ko'rsatish nemisini bergan, salohiyati bergan degan narsani o'tirib chiqarish orqali millatga o'zining karomat ko'rsatganligini, misol Qashqar turayotgan bir mollaning o'zi berib, bir kunda haram ko'rib namozni o'qib qaytib keldigan mandaq hikoyalarni biz anglagan endi o'z vaqtida. Yani mushunga o'xshash ishlar bo'lgan.
Quri şunun o'xshash shu Yahudilarniki shu namoz haqidagi hozirgi nimada, shu nafl namoz haqidagi ibodatlardimi? Ya'ni Yahudilarniki shu qilayotgan ishlari, xristianlarning shu vaqtdagi o'zi ibodat sohasida qilayotgan ishlarining hammasini asosan ko'chirib islomning ichiga kirgan. Bu ibodatni bundaq jiq o'zi qilishdagi sabab nima degan vaqtda shu mollari jiq uni qildirishdagi maqsad bu millatni butunlay ruhoniylashtirib o'ziga nima qilish, murt qilib olishda. Qul qilish. Qul qilish ya'ni ruhiy jihatdan qul qilish uchun moddiy dunyoga ahamiyat bermaydigan, ilm faniga ahamiyat bermaydigan, atrof qarab amaliyotga qarta ish ko'rmaydigan hamma narsani Alloh taolo shu berdi, Alloh berdi degan mundaq o'zi uqumda, andaq o'zini qildigan tushundigan qilish maqsad. Shuning uchun shu Sura Isroniki 5-6 oyat bo'lsa kerak. Ashning o'zidimi? Shu Yahudilarniki Asa rabbukum eyyerhamukum in uttum udna ve cealna cehenneme lil kafirine hasira degan şu 8. ayetniki nemizde 5 teripide Yahudilarning 2 qatim mag'lub bo'lib, 1 qatim g'alaba qilganligi haqidagi voqealikni Alloh taolo so'zlab kelgan vaqtida ikkinchi qatimliq g'albida agar sizlar ular taqobil turgan bo'lsangiz, taqobil tura olaysiz. Chunki sizlarniki pul bilan oladi, baljoqlarni ko'payganda son jihati ularni yuqurtonglar. Ammo shu vaqtda sizlar dushman qarshi Qur'onni ko'tarib chiqib qarshi turmadinglar. Bu vaqtda nima ish qildingiz degan vaqtda asa rabbukum ayyarhamakum. Parvardigoringizdan sizlar bizga Alloh bizga marhamat qiladi deb Allohga duo qilishdan boshqa hech qanday ish qilmadinglar. Başning uchun sizlar shu quruq duo arzu bilan turib qolganligingiz uchun sizlarni dushman mag'lub qildi deydi-da. Demak, bu yerki masala nima degan vaqtda inson qanchalik ruhoniylashgan sari ibodat qildim deb shu ruhiy jihatdan Allohga yaqinlashaman deb davomli qashunda qilqi ibodat bilan mashg'ul bo'lgan sari dunyoning ishlaridan yiroqlashadigan gap. Yiroqlashgandan keyin bu odamlar amaliy ahvol qarta ish tutmay, misol eng oddiysi hozir shu men degan nimaning o'zida turdi. Maktabda bu hamma narsa buni o'qisam yamanbek uzun, hidoya degan. Salat xusub deydi, misol. Kun tutilganda o'qiydigan namoz, kun oy tutilganda o'qiydigan namoz, suv talab qilganda o'qiydigan namoz, istixor, bir narsani o'zi mushil qilsam qanday bo'ladi degan vaqtida duo qilib namoz o'qib 2 rakat, uningdagi yotsi kechish tushib kirdigancha, u amaliyotdagi ona ishni tafakkur qilmasdan har ishni tushidan so'raydigan. Qanday o'zi namozlarning o'zini paydo qilgandan keyin bu odamlar andakin moddiy dunyoga berilmaydigan, o'zining atrofi dushmanniki nima qilayotganligini sezmaydigan bunda holat shakllanadi. Mana bu holatga kelish uchun insonlarning o'zini butunlay o'ziga ruhiy jihatdan qul qilish uchun shu rivoyatni to'qish orqali bizga podshoh qarshi chiqsa bo'lmaydi degandek shunday yerga akilish uchun insonlarga shunday ko'plagan ibodatlarni farz, sunnat, mustahab degan qatorda keltirgan. Ammo bu hech bir zaman payg'ambarlar qilgan bir ishlar emas. Payg'ambarlar qilgan ba'zi odamlar deydi, payg'ambar alayhisalom xos qilingan bu tahajjud namoz. Payg'ambarga hech bir zaman xos qilingan bir ish yo'q Qur'oni Karimda. Payg'ambar bir ummatga Qur'onni yetkazish maqsadi tushirdi nimaning o'zini, payg'ambarga kitobning o'zini. Kitobning ichidagi farzlarni boshqa insonlarga qanday qilingan bo'lsa farz, o payg'ambarning o'ziga shubhati o ibodat shunday farz qilingan. O payg'ambar shuni Alloh taolo ko'rsatgan bo'yicha o farzni shunday ado qilgan. Masalan, namozga kelsak, namozni o'tgan qatim degandek payg'ambar alayhisalom o namozni Qur'oni Karimda o'rgangan, Qur'oni Karimda o'rgangan bo'yicha uni ijro qilgan. Agar hozirgi vaqtda butunlay dunyoda
Hamma kitob yo'qolib ketib, faqatla o'zi bir dunyo yangidan paydo bo'lib, Qur'on qilib qolgan taqdirda Qur'on qarab, namoz o'qishni insonlar yani tep ma'nolaydi degan gap. Ana vaqtida. Agar arab tilini yaxshi bilsa. Yeni bir gap bor. Agar qancha taqvo bo'laman desanglar, siz Allohninki farz qilgan namozlaringlar emas, shu sunnat yoki nafila, tahajjud o'xshash shunday namozlarni o'qisanglar, uningga texmi Allohga yaqin bo'lsa taqvo bo'lasizlar degandekchi. He. Keyin shuni undaydi. He, ashuni undaydi. Ham bu yerdagi maqsad alqi insonni ruhaniylikqa targ'ib qilish uchun uni Allohga yaqinlashni o'tirib qo'ydi. Ammo inson qanday bir ishni qilishdan qat'iy nazar Allohga yaqinlashish yo Allohni yiroqlashish degan narsa mavjud bo'lmaydi. Men kech kunduz namoz o'qisam, o'sha turum, Alloh o'z joyida turdi. Burunqidek bo'ldi. Hech qanday bu Allohga yaqinlashish, Allohni yiroq bir yerga qochib ketish degan bir narsa aslo mavjud bo'lmaydi. Bu taqvolik degan kelima nima degan vaqtda taqvolik xatolikdan saqlanish. Alloh taolo Qur'oni Karimda hech qanday bir ibodat yo ahkomning o'zini yo buyruqning o'zini menga yaqinlash uchun, mening roziligimni olish uchun, jannat kirish uchun, jahannamdan qutulish uchun qil degan bunday bir buyruq yo'q. Taqvolikni ustiga buyuruydi. Har ishni taqvolik qil. Nima qilgan vaqtda taqvolik xatolikdan saqlanish. Yani bir ishni to'g'ri qilishga buyurdi-da Alloh taolo. Har qanday bir ishni to'g'ri qilgan vaqtda u to'g'ri qilgan insondan Alloh rozi bo'ldi. Bu to'g'ri ish u odam jannatga apara oladi, dunyoda ham netinch qozondira oladi va jahannamdan qutqiza oladi. Çünkü Allah Teala her işte mesela kiyim keçehdimi taqvoni so'zlaydi. Nima qilsa kiyim keçehni to'g'ri kiyish kerak. To'g'ri kiygan vaqtda u inson o'ziniki boshqa qalaymiqan boshqalarning nazarida bo'lgan qalaymiqanchilikdan saqlangandan keyin u to'g'ri qilgan insondan Alloh taolo rozi bo'ladi. Ammo birinchi nishon Allohni rozi qilish emas, Allohning roziligi bir netincha. Arlıqdaki vasıta neymi degan vaqtda arlıqdaki vasıta bu to'g'ri qilish. Her ishni to'g'ri qilgan vaqtda dunyo va oxiratda u odam natijaga erisha oladi degan. Chunki bu yerda taqvo bo'lishga chaqirish degan gapning o'zi bu taqvo bo'lish degani bir boshqa bir narsa emas. Taqvoning o'z ma'nosini qilgan vaqtda xatolikdan saqlanishga chaqirish degan gap aslida. Çünkü Kur'an-ı Kerim'nin özde huden lil muttaqin deydi. Bu hatalıktan saklanaman degan adamlar için Kur'an-ı Kerim nima? To'g'ri yo'lni yetaklaydigan kitob. Men to'g'ri bir yo'lda mansam bo'ldi degan odam Kur'an-ı Kerim qarab mansa to'g'ri yo'lda manalaydi degan bo'ldi. Yani namaz bir yerdelik maqsad emas, o bir vasıta, shundaymi? Vasıta. Her qanday amel, her qanday ibadet vasıta. Her qanday roza olsun, hac olsun, bu namaz olsun, hemmesi bir vasıta. O maqsad şu Allah Teala'nın buyruğunu ada qilish o'zi maqsad qilindi bu yerda. Buyruğunu ada qilgan vaqtida namaz o'qiyman degan bir odam namaz o'qimoqchi bo'lsa, Qur'oni Karimda ko'rsatgan usul bo'yicha, masalan, namaz o'qimoqchi bo'lgan odam birinchi tarta oladi. Tartaga vaqtida qanday qiladi Qur'oni Karim qanday buyurdi? Ondan keyin o'zi qiyam turgan, qiroat qilgan, ruku sajda qilgan vaqtlar qanday qildi? Shu Qur'oni Karimda ko'rsatgan bo'yicha mana 22-sonda uni so'zlab o'tdik. Shu bo'yicha ish qilgan vaqtida nima qiladi desa, u odam to'g'ri qilgan bo'ldi. U to'g'ri qilgan odamdan Alloh rozi bo'ldi. Ya'ni u bir ishni qilmay turib, men Alloh roziligi uchun qilaman deyish, u xato bir narsa. Men birinchi Alloh ko'rsatgan yo'l bo'yicha buni o'zim to'g'ri qilishim kerak degan narsa o insonning kallasida bo'lish kerak. U to'g'ri qilgandan keyin u odam bu dunyodan netinchi qozindi, oxiratda desa, oxiratda Allohning roziligiga erishdi va jahannamdan qutulib jannatga kira oladi. degan gap. Hamda bo'liqi namozni hamdaliqi ayndaq jiq qilibyapsizmi? Odatda masalan bir musulmon bo'lib bir islom diniga bir kiray degan odammi
bu kadar cık bir ibadetni ben igri kilmen kıpılamgadık ma onun kiradın kirgiçe bu ya kirmeyle turay cuma deydiğim bir işime bab kaldı diyemem. Elbette okuqalı. Onun üstüge muş namazın cık kıldım dep özün takva sanagan insanlar dünyanın hazır en esfel safilinde en töven katlamada olgandeken hiç kadar insan bunda bir insanı doğruğuz kelmeydi adette. Andayken bu yerde yana bu namazını dinin asas kılıveriş mi? Başkasını koyup fakat namaz yoki 5 narsa dinning asosiy qilaverishning o'zi bu Qur'oni Karimdagi ruhiga xilof bir narsa. Namaz dinning tüyürügi deb oldik da. He. Shu nimadan o'zida Abdullah Umarnikidan qilingan bir rivoyatni keltiribdi. Men bir 2-3 ta rivoyatni keltirib qo'ydim bu yerda. Buniyal İslam ala 5 shahadat la ilaha illallah ve enne Muhammed Resulullah ve ikamis salat ve itaiz zakat ve hac ve sevm Ramazan degan şu 5 narsaning o'zini İslam muş 5 narsaning ustiga qurilgan. O Qur'oni Karimda nurg'ulgan buyruqlar va ahkamlar va misol bunun hammasi İslamdagi har birisi bir asosi. Namozmi Qur'oni Karimda İslamdagi bir tal asos xolos. Ama qolganlari uniki asosi bo'lmaydigan u muş 5'in başkası asas bulmaygan bundan bir iş yok. Onun için bu yerdeki maksat mı neymi diye vaxtıda namazını İslam'ın asası köstüş arkalık insanların özünde namaz kılıp etip ruhi kullukka yakınlaştırış. Bu yerdeki nesi bu? Dünya kızıkmaydıgan. Dünyanınki özünün dost düşmanını arayanmaydıgan. Bundan bir halet keltirip etiş için bundan özü keş namaz kılıp bundan kılıp etiş maksat bu. Ya yerdeki salat degan ma'nini sizlar o'tgan soat 2 xil ma'nisi bor deb tushuntirib o'tdilar. Bir xil ma'nisi yeb qo'yib o'zaro yordam qilish degandek-ku. Nimasini uchun? Faqatlam namoz deb bizning kalimiz hozir o'qiyotgan namoz shakliga akilib buning uchun. Aytib qo'yishning o'zimi xato ishda bu. Albatta. Ben Muşa'nın özde hazır okudum Muşa rivayetini ve ikamet salat ve itaiz zakat diyenin özde itaiz zakat diye ya kelgen vaxtida bu namaz bu yerde salat kelimesi asıl namazını ifadelemaydi degan. Zakat berish orqali yordam qilish degan ma'no chiqib degan. Zakat bilan yordam qilish. Bu yerdagi vavning o'zi zakat berish bilan yordam qilish degan bo'ldi. Vavning o'zi ma'nosida kelgan bo'ldi shu vaqtda. Yana bir rivoyatning o'zida Ebu Hurayra degan bir odamniki rivoyat ekan bu. Bu to'la rivoyat qilgan bir odam bu. Araytum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulli yawm khamsan ma taqulu zalika yabqa min daranihi qalu la yabqa min daranihi shay'a. Qala fazalika mislu salavatil khamsi yamhullahu bihal khataya deb şu o'zi rivoyatni debtga odamning o'zi. Shunning o'zini deydimdi. Ve bir adamın uyunun aldıda bir erik bolsa, onun da her günse o adam 5 qatim juyunsa, o adamın vücudunda bir kir qap qalamdı. Diye vaqtda etrafidagi ya kir qolmaydi degandikin, namaz meni mushu 5 namaz meni mushunga o'xshaydi. 5 namaz o'qigan odamniki gunohini Alloh taolo, ya'ni xatoligini Alloh taolo o'chirdi deb mushunda degan deb namozning o'zini namozni o'qisa başka bir cinayetni qilgan taqdirdami u jinoyati Alloh taoloning oldida yuyilib ketganligi haqida shunday rivoyatni paydo qiliqliq insonlar. Bu o'zi Qur'oni Karimda hech qanday bir nimalarga to'g'ri kelmaydi. Faman ya'mal misqal zarratin khayran yara va man ya'mal misqal zarratin sharran yara degan oyat var Qur'oni Karimda. Zarrachilik yaxshi ishni qilsa, qiyomat kuni uniki natijasini ko'radi. Zarrachilik yomonlik qilsa, uniki netincisini qiyomat kuni ko'radi deb Alloh taolo uni aynan deylik. Yurib ketgan hech narsa yo'q. Shuning uchun bu yerda Qur'oni Karimdagi oyatga qarshi kelgan har qanday rivoyat u qabul qilinmaydi uning o'zi. Yana bir rivoyatning o'zida as-salatu imaduddin
Femen ekamaha fakat ekameddin ve men edemaha fakat edemeddin diyen bir rivayet var bu ayetçi. Namaz dinniki türüge. Kimki o namazını berpa kılsa dinnin türügünü berpa kılgan boldu. Dinni berpa kılgan boldu. Kimki o namazını okumasa dinni üretken boldu. Yani namazını üretse ya ki dinni üretken boldu. Dep bu yerde kalgan ibadetle, kalgan Allah Teala'nın buyruklarına nispeten namazın özünü alaydı bir buyruk katarı çıkırış için bu şundak rivayetlerin özünü bayan kılıklık. Yani bizce diye vaxtda bu Kur'an-ı Kerim'deki ayetki asasen Allah Teala'nınki bütün buyrukları okşaş. Birisi töven, birisi yukarı. Bunda bulduğun bir iş yok. Namaz okuşki maksat mı? Ekimi salatı li zikri deydi Allah Teala. Namazı berpa kıl. Ne için? Meni hatırlaş için. Yani meni hatırlaş için diyenin özü Allah Teala'daki emir fermanlarının özünü esit saklaş için namaz okuyulan gibi. Eğer o yerde Allah Teala'nın emir fermanlarını hatırlamasa namaz okuvatqa vaxtida ya hatırlatıdığan ayetini okuş arqılıq onda qılmasa demek ki o adam namaz okumamalı okşaş diyen gap. Endi bu namazda tesbih etdiğin, zikir tesbih edilen 33 katım Subhanallah, 33 katım Elhamdülillah, 33 katım Allahu Ekber dep aşındaq özü etdiğin bir kaydı mı var? Bu yerdeki bunun özümü aslı bu Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber'in 33 katım deyiş hakkında hiç kanda Kur'an-ı Kerim bunda bir malumat yok. Ayet ben bir talda keltirip koydum. Sebbih isme rabbikel a'la degen. Bunu okşaş. Yusabbihu lillahi ma fis semawati ve ma fil ard. Degenge okşaş aşındaq özü nurgun ayetler var. Bu yerdeki sebbehe nemini bildirirse sebbehe diye ma'nada degen gap boldu. Mesela ve kullun fi felaki yesbehun deydi Kur'an'da. Eğer bir özü pelek özü belirlerge yoldu ma'nada deydi de sebbehe degenin özümü yani Ali bolgan Rabbiniki kösetken yoludu mağ degen gap sebbih isme rabbikel degenin özü yani boş mananı bildirirdi bu yerde. Yani o yerde herkes mi namazdayken Subhanallah'ın 33 katım, Elhamdülillah'ın 33 katım, Allahu Ekber'in 33 katım de degen mana çıkmaydı. Namazı okup bolgandaki qanday qıldı degan vaqtda zikr tesbih etip olturuşun onuğa Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de feiza quziyat salatu fa'tashiru fil ardi ve btaqu min fazlillah deydi. Namazı okup bolgandan keyin la derhal etrafına çekilip özündeki artıqçılığın içki seliş arqılıq tapıdığan nəsini tepangla deydi. Dukan açqalı dukanğa bir kasb qıldığanla bu kasb qılıvatqan yeriga berip özüniki işini qilish kerak degan gap. Ben hiçbir zaman 33 katımdan zikir tesbih etip oturuştaki hiç kadar ağaçlı yok degan gap. Ama bu yerdeki näsi nima degan vaqtda her adam şu iş ornuq bağa vaqtida Allah'ını zikir qilish kerak ki şu iş üstüde Allah Teala qanday prinsiplarni oturup koygan. Şu prinsip boyunca iş qilish. Mesela ben dükkan açkan bolsam, o dükkanda kişilerge meyve näsi kerak satkan bolsam, o meyveni jınlap berme. Jınlap bergen vaqtida jınni adil tutuşum kerak. Kur'an-ı Kerim'de bundaq bir fermanlar var. Beylul lil mutaffifin ellezine iza iktalu alen nas yestevfun ve iza kaluhum ev vezanuhum yukhsirun diyen ayetler var misal. Jınlap bergende to'g'ri o'zi jınlap berishim kerak. Ularga yaxshi muomala qilishim kerak. Ularni aldamasligim kerak. Alloh taoloning emir farmonlarini men ashundaq yerda esimiz tutishimiz kerak. Qur'oni Kerimdagi aqimis salat li zikri degandagi oyatniki maqsadi mana bu yerga borib degan. Yoki men bir odamniki ishlagan bo'lsam, bir iskilotda ishlagan bo'lsam, bu iskilot ishlayotib, u alqa yelimi kirish ishirtib bu yerda başkalar işlevesinden bir yer verip oturuverip, vakaza kılıp bunda kalkı o adam bergen pulga layık işlemeslikinin özü mü? Bu mu özü?
to'g'ri bo'lmaydi degan gap. To'g'ri. Ya'ni u odam men pul to'layapti, men u pulga loyiq ishlab berishim kerak u yerda. İşlep bermesem qanday bo'ladi degan vaqtda, ishlab bermagan vaqtda uni haqqini yeb olgan bo'laman degan gap. Shuni har bir ishda shu ishni qo'ygan Alloh taolaniki prinsiplarini esda tutish lozim va shu prinsipga amal qilgan holda to'g'ri ish qilish lozim u inson. Shu vaqtda qanday qilgan bo'ldi desa, namozniki maqsadni ado qilgan bo'ldi degan gap. Şu hakkılıkı aşağılık östen öyünün altındaki erik degen yani bu Abu Hureyre'den kılgan rivayet kim bu? Ama şu Abu Hureyre'den kılgan aşında cık rivayetler var ki bu asas kadar aşağılık ruhanilikka ibadet güylükka aşındalık dünyadan hali ayında bir yıl halat noktalıgan rivayetle bekçek hem de şu. Abu Hureyre degenden killam hem de şu tüklerimiz tik tuşu buldu hem de şu. Hem de Müslümanlar şu rivayetini tamamen dinin içinden süpürüp taşlamaya kadar bu dinine tuluq kiranmaydı. Bütün rivayet degen narsalarning hammasini ahlakka tashlab etib, Qur'onga tamamen qaytib kelgan vaqtda u odam tuluq o'zi islom diniga kirgan bo'ladi, uni qabul qilgan bo'ladi. Bo'lmasa uning ichida o rivayetni mandaq degandan keyin paralel din bo'ladi vaqtida. To'g'ri. Xudoning diniga, Qur'oni Karimga paralel bo'lgan rivayet dinining o'zini kelgan bo'ldi, u ikkisining o'zini orasida qolib qoladi. Hozir nurg'un olimlar var. Masalan, bu 5 namozga kelgan vaqtida o 5 namozning o'zini ash burun tatib ayda o'qib kelgan degandek, yoki bo'lmaydi, u rivayetni tamamen tashlatamaymiz degandek qo'shiqqa qirib o rivayetga. Shuni ola ayda chiqolmayotgan insonlar var. Eğer ashuni o'zini tamamen tashlab Qur'onni zot nima debdi? Degan vaqtida Qur'ondagi namozdagi 3 vaqt ekanligi, har vaqt namozning 2 rakat ekanligi, hamma narsa aniq. Bo'lgandan o odamning o'ziga o'ngay to'xtaydi. U yerda bir vaqtning o'zini 5 vaqt chiqarolmay, o vaqtni parchalab bo'lolmay, uning xaritasini sizib, bunda qilishga hech qanday hojat yo'q. Misol, eng oddiysi peshim, masalan, peshimning o'zini zuhr deganning o'zini lug'at ma'nosida qarasa, kun mayni qarilgandan boshlab, shu kun o'ltig'ich orliqni ko'rsatganligini bildirdi. Kun tushib mayni qarilgandan boshlab, kun o'ltig'ich orliqni ko'rsatdi bu. Bu nima degan bo'ldi desa, peshimni kun qarilgandan boshlab, kun o'ltig'ich orliqda o'qisang bo'ldi degan gap bo'ldi. İşa deganning o'zimi shu kun o'ltirgandan boshlab kunninki yo'rug'i yo'qqigacha, ya'ni kunning qizilligi yo'qqigacha orliqning o'zini ko'rsatganligini bildirdi. Arabniki izoh lug'atida shu turdi. Demak, xubtamning o'zini kun o'ltirgandan boshlab kunning qizilligi yo'qqigacha orliqda o'qisa bo'ldi degan gap. Bomdatnikini nima ish qilmaydi vaqtida bu odamlar. Men hayron qolgan yerim bu. O'xshashda kunniki shu tong atqandan boshlab kun chiqishi orliqda orliqni 10 boshlab uni 2 vaqt namozni qistirish kerak-da aslida. Bu yer qistilmaydi. Demakki bu yerdagi narsalar hammasi o'ziniki burun qilib kelayotgan narsani voz kechamay, bu boy deganga o'xshash Muaviyaning zamonasida Arabning koni dindan voz kechamay, ashum savob bo'ladi, sunnat bo'ladi, mustahab bo'ldi, vojib bo'ldi degan nom ataqli bilan qistirib olganga o'xshash. Bizniki diniy olimlarimizmi? Qur'ondagi farzlik orliqlariga koni qilayotgan klassik dinning o'zini qistirib akilib, ashada yana savob bo'ldi degan nom bilan bunda eskitib etdik. Bu to'g'ri emas bu. Agar biz haqiqiy Qur'on qaytgan bo'lsa, Qur'ondagi deyilganni aynan qilish lozim. Shu vaqtda biz rasmiy Qur'on qaytgan bir musulmon bo'lamiz. Hozir ishkirakat degandagi nurg'un odamlar balkim ishkirakat degan gapni eg'ir kelayotgandi. Ammo Qur'onda shu qiyomat kuni bizni hisob elinadigan namoz ishkirakat. Hisob elinadigan namoz 3 vaqt. Undan boshqa namoz yo'q bu yerda. Namazın zaten ismi Kur'an-ı Kerim'de 3 namazdaki ismi zikir kılınıklık. Hiçbir zaman peşimden burun
4 rakat o'qindik. Unutib ketdim olsa, men o'sha hozir qo'rdim shu nimaning sunnatlarini. 5'de 4, ondan keyin 4 rakat farz, ondan keyin 2 rakat sunnat dedi bu. Sünnet namaz deb namaz yo'q. Deydi Mehmet okuyanma bazı derslerinde. Sünnet namaz degan asla yo'q. Bu nafl deganning o'zimi Xudo bir narsa farz qilib, oxiridan keyin sal o'zi oz qilib qo'ygan, pushaymon qilgandek qilib, ama ortiqcha ma'lum qilib qo'y degandek bir salasudek bir narsa bu. Bu Xudo'niki o'z nimasiga qat'iy to'g'ri kelmaydigan bir narsa. Shuning uchun bu yerdagi nafl namoz yoki sunnat namoz yoki vacib namaz degan narsa bu asla yo'q narsa. Ammo bu yerdagi narsa bo'lsa, Alloh qil dedi, qil degan namoz shu boyaqi 3 vaqt va har vaqtda 2 rakatdan shu. Ammo uni tepsi vaqti olsa, o'qib olsa, uning bizniki hech qanday gapimiz yo'q. Lekin namozdagi farzni qancha vaqt ekanligini insonlar bilish kerak. Qolgan narsani aralashtirib unda qilishning hech qanday hojati yo'q. Uning o'rniga hozirgi vaqtda YouTube'ni açsak, osmon jismlarini tushuntiradigan, insonning vujudini tushuntiradigan, hayvonotlarni, o'simliklarni tushuntiradigan nurg'unlagan narsalar bor. Ashunday narsa tirishsakmi, bu ma'noda yaxshi savob bo'ldi, chunki biz ma'lumot qilib qolamiz. Yani bizde Allah'ın ayetlerini Kur'an'daki ayetler emas, yani tabiat ayetlerini, kainat ayetlerini texim yaxshi tushunish uchun chiqargan bo'lmasin, to'g'ri? Albatta. Aşında qilsak texim bek o'zi biz o Allah'ını yaxshi tanıymiz. Allah'niki kainatdagi o'zi ilimlerini, kudretlerini texim bek yaxshi tushunamiz. O vaqtda bizdeki imanımız texim bek o'zi mustahkam bo'lgan gap. Hozir bunda qiz hech nima tushunmay o'qigan odamning imoni xuddi bir qumliqqa qilib payga o'xshash, to'g'ri payga o'xshash, shamol qayinda uch taraf uchib yurgan gap. Uning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtida her bir ibodat yoki her bir buyruqni ijro qiladigan vaqtida Qur'oni Karimni nihoyat yaxshi tushunish lozim. Qur'oni Karimda shu masalani tushunmay turib, millatga so'zlamaslik lozim. O'sha namozni jiqroq o'qishninki ziyni bormi hojim? Namozni hamda jiq o'qishniki foydasi yo'q. Bana gaplar. Bazı Kur'an'daki ayetlerde mi sizlerni namazınla sizlerni načar işlerden tosuyan mıkan olsa, şuna mı ya? Şu mealdeki bir ayetle bağlı. İnne salat tenha anil fahşai vel munkar. Beş namaz okuyumuz. Aylık östüğündeki soğuçu bilgendekler mesela peşin bilen eserinin oturursa yalan etip sağlam bolsak ya günah etip sağlam bolsak. Nimiş kılırsa sen günahını şuna mı ya? Öz isterlikle kılırsan günah. Onu kıpıla bilince onun ki Allah şu günahımızı keşfet edip şunu okşa adaletli kılgıda kalkışalık. Hatta hacıge olsan aç ananın tohumunu seyredip diyen okşaş andaki mal namazı macim menketim okusan manda bir küllerdi çöm. Alaylı bir künemdi o çöm. Bunun ulan seninki bir ömrün günahların yüyülüp kütüldü yak olmasa seninki ötmüştük ki nimelerin yaxşı demege özgertilip kelgüsünde yaman bir nim bulduğun bulup kalsa o yaxşı tarafke toğrulup kalıptı diyendek çöm. Muşunda hem insanlar az isyadına aşında demege apırdıgan bunda yalgan yavadak işler bek köpem için. Doğru. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de İnnallâhe lâ yugayyiru mâ bi kavmin hatta yugayyiru mâ bi enfusim diye ayet var. Allah Teala hiç kandak bir kavmini, hiç kandak bir milleti özgertmeydi. Ta ki o millet özünü özü özgertidi. Bunu özü tercüm kılan insanlar özünü özgertmek için Allah özgertmeydi diye tercüm kılıp de. Bunda tercüm doğru emez. O insan özünü özgertip bakacak Allah Teala'nın onu özgertişi nime hacıdı var. Şu an bu yerki neyse neyim odası? Allah insanı özgertmeydi. İnsan özünü özü özgertidi. Bu yerki neyse. Şunun için bu yerki namazını okuyup koysa namaz o adamı özgertmeydi. O namazdaki şu Allah Teala'nın namaz okulgan Allah'ın emir fermanlarına o adam itaat kılgan çağda o adam özünü özgerti alaydı diye. Doğru.
Şu bu namazdan keyin subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber deb tasbih serip o'ltirib Xudo sanab o'tkazib berishning hech qanday hojati yo'q. Namozni o'qib lekin o'zimizni qildigan ishni berib, shu qildigan ishimiz ustida Alloh taolo shu ish ustida qanday amr farmonlarni berdi bizga, shuni esimizda tutib, insonlarga to'g'ri muomala qilish, mana bu namoz o'qishniki maqsadi bu degan gap. Namazda mesela Uygurca, Erach bilmey, Uygurca okusun bulamdı. Uygurca okusun buludu. Bunu da biz nemede fiqh o'qiyotgan vaqtida Ebu Hanife'nin bir gapi var-ku. Her millet özünük tilde okusun buldu diyen. Bunun başka Arap'ın mollaları karşı çıkan yerleri var. Lakin Adem'in gözü her millet özünük tilde okusun buldu diyen sözünü kılıdı. Bu namazdaki okuşta ötkende 22. sanda okuğa vakti mana namaz okuyatkan Adem namazda elhamdülillahillezî lem yettehiz veleden ve lem yekun lehu şerikun fil mulki degan aş ayetin ahirgachilik. Yani moşunu okusu oldu degan moşunu o'xshash Alloh taoloning qudratini, Alloh taoloning bar birligini ve Alloh taoloning koinotdagi oyatlarini insonga his qildiradigan mundaq oyatni o'qisin degan ma'noni bildirdi bu-ku. Demek bu yerdeki nersi neymi diye vaqtda Allah Teala'nınki kainattaki Allah'ınki kudretini namayan kıldığan şekildeki mesela Uygurlar özündeki Uygur tilde aşı nersini okup namaz okusun bolu diye gap. Çünkü aşı nerse Kur'an-ı Kerim'deki Allah Teala'nın kainatını düşündürüş hakkındaki ayet doğru geldi de. Ya bunun da mesela Mehmet'e namazla başlaşta Ali Mektep'ten en ahir yıllarda ben 5 namaz okuştu başlap şu Müslüman oldum. Şu vakti şu İslam okudum. Yaman teskege mağamacılık bir namaz başla belirtiyor. Onun da valla şu sürü ihlaslı bilseniz sürü ihlasına şu okuversiniz bunu da elham dokunmuşsanız meyli. Neymi asıl gelgen başını okuverin. Aşı tekrar edersiniz bulağırdı. Diyente bir kardeşimiz şu için ben başlayıp gitken değil mi? Şuna okşayış benzerden de teskil oldu. Arapçını yazılap boğuşuğa aralıktı o. Onundakin cemaatil namaz okuş meselesi var. Bizde cemaatil okusa 27 tane köp sevap olur. 28 mi ya? 27. 27 tane köp sevap oldu. Deydiğen aşındaki sözler var. Bunun özü rivayetli var. Ama Kur'an-ı Kerim'de cemaatil okuyduğun namazını fakat cuma günü mesela Sure Cuma'nın 9. ayetinde Ya eyyühellezine amenu iza nudiye lissalat min yevmil cuma'ati fes'av ila zikrillahi ve zerul bey dalikum hayrul lekum in kuntum ta'lemun degan mush ayetning o'zida Cuma günü namazga chaqirilgan vaqtida sizlar ilm setimni qo'yib namoz o'qishga qarab meninglar. Bu Allah'ınki nasihatini anlash bu yerda ilm setimdan yaxshi degan o'zi nima oyat var bu yerda. Bu her 7 kunda bir qatim insonlarga Alloh taoloning amr farmonlarini yetkazish bu yerda Alloh taoloning o'zi nemasining o'zini qudratlarini to'nishtirish masalalarning o'zi bu nihoyatda yaxshi ish degan gap. Yani cuma günü bir gün muş işini kılış. Yani cuma namazı cuma günü peşimde şu yerda o'qiydi misal. Şunun bilan kılış bu farz endi. Ama başka vaqtning o'zida 5 namozini jamoatdan o'qish degan bir narsa Qur'oni Karimda asla mavjud emas. Hattoki 5 namozni jamoatdan o'qigandan uyda o'qib yoki ish yerida o'qigan bu texmi yaxshi. Chunki nima uchun degan vaqtida bir adam 5 namazını cemaatle o'qigan vaqtida bir kun qildigan ishni 2 kun qiladi. Bir yil qildigan ishni 2 yil qildi misol. O peşimni boshladi, xuttamgichilik bo'lgandan keyin shu xuttamgichi orliqning o'zida yarim kun shu namozga ketdi. Deydi. Shuni o'ylay o adam bir kun qildigan ishni 2 kun qildigan gap Dünya bunda ketayotgan vaqtda musulmon mamlakatlar misal bir yil qildigan ishni 2 yil
10 yıl kıldığın işinin özünü 20 yıl kılgandakin dünyanın akısı qilishidagi bütün sebepler mundaq bo'lgan. Shuning uchun her adam o'ziniki ish yerida qachli jaynamoz septiga ish kirgan namozini o'qitla, bitirib olsa, bu vaqtda o'zi nihoyat yaxshi bo'ladi, o'zining ishiga ham yengillik bo'ladi, o'zining ishini joyida o'zi qilib keta oladi. Ammo u paloqchiq u jamiga berib, u yerda o'zi bidam va'z nasihatni anglab, uningdan o'zi zikr tasbihini aytib, u ish yeriga berib qo'yishlik necha soat vaqt ashanamaz ketadi. İnsanlar o'ziniki tirikchiligidan mahrum qoldi. Shuning uchun bu yerdagi juma kunisi jamoat bilan namoz o'qish farz. Ammo boshqa bir vaqtda jamoat bilan o'qigandan uyda o'qigan texim yaxshi bo'ladi. Chunki bu yerda tirikchilik degan narsa bor. Hozirgi vaqtda oniga u yerga berib kelgan onda uyda bir o'zi kino ko'rib o'ltirmay yana bir yaxshi bir kitobni yoki yaxshi bir mazmundagi bir narsani anglash bu insonga nihoyat yaxshi bo'ldi. Öyle okusaçımız balları Kürdü, ailesi bilen bir okuyalaydı. Değil mi ya? Elbette. Ya ki şirkette okusa, şirketkilen başkalarının namaz okuduğunu bilirdi. Tekimi belki hürmet bulurduğun gep. Ben şu namazda okuyordum da bulam, teretine yarım saatte, namazda bir saat okup, ayında kişinin hakkını yap. Değil mi ya? Şimdi özüme en doğru bulmayan işim şu. Bu yerde Mao bir ağaynimizdeki nemizde iş yerinde aşındak birisi kirip namaz okuydu ki teretine nâdi mükemmel aldığın o şey diyeme uzak aldı ki onundakin aşı namazını nâdi aşı zikir tesbihini ta tuluk okuyup bir saat aldı ki o yerde. Aşındak kılıp iştiyarak okusun zaman tüsü moşundak okumsam olmaydı deyip bu yerdeki iş kaşındak dahil etilgan derecede. Bunda kılışının özü namaz okumagandan mı eğer özü bir günah kapatıdı. Demiş ki diye vaqtda bir insanın hakkını yeydi o. Baş saatiga pul to'laydi aydı. Yani şunun için bu yerda biz boshqalarniki haqqiga tajovuz qilmagan shart ostida, boshqalarniki ishiga daxl tarz yetmagan shart ostida o'qishimiz lozim namozimizni. Onun üstüge bu peşim namaz deganning o'zi tushlik tomoqni yegan vaqtida qachla ish kiragat o'qib olsak bo'ldi, tugadi shuni olan. Kechda xuttamni o'qiymiz bo'ldi. Bu kadar yani. Yeni birisiga ma'laqi musulmon bilan kafirning o'ttirisidagi ayiradigan ayrig'och namoz deb nima o'tirib chiqarib shuning bilan shu namozni o'qish orqali o'zining musulmon ekanligini ifodalaydi, musulmon his qiladigan, ammo lekin to'xtamay boshqalarning puliga xiyonat qiladigan, haqqini yeydigan, aqsda g'aybat qiladigan, ya hatta öldürdüğün başkalarını çok. Müslümanı öldürdüğün mesela çok Allahu Ekber de itişi de bombalarını çok. Şuna okşar. Şunda bir canavar gayrında uçuyor mu çok? Doğru. Bunun özü hem delki bay diyen okşar kişilerin hakkını yeş, kişilerge özündeki Müslüman ekenligini oturup koşu arkalık başkalarını kemsitish, boshqalarga haqorat qilish, o'xshash bu ishlarning hammasi Qur'oni Karimdagi prinsiplarga tamoman xilop bir narsa. Men musulmon bo'ldim deb, musulmon bo'lmaganni tamoman o'ltirish niyatida bo'lish, davomli unga hujum qilish bu nihoyatda og'ir bir jinoyat. Qur'oni Karimda chiqilmagan insonga chiqilish jinoyat. Fa'tadu bimisli ma'tada alaykum deydi Qur'oni Karimda. Ular hücum qilganga o'xshash sizlar hücum qiling deydi. Bu yerga narsa ikki narsani bildirdi. Ular hücum qilsa, birinchi ma'nosi, ular hücum qilsa, uningdagi sizlar hücum qiling degan gap bo'ldi biri. Ikkinchisi, ashlar hücum qilgan qanchalik hücum qilgan bo'lsa, bir mush urgan bo'lsa, sen bir mush ur degan bo'ldi yani. U o'zi bunda olib qo'ysa, uni chanavat degan gap bu yerda chiqmaydi. Hatta mesela Uyg'ur desa Müslüman Uygur mu iken? O Müslümanlarla kadar bildi ya 5 yağlık atam diken, 5 namaz okam diken mesela için. Aşında Uygurlarda paramparça kılvet kıldı mısın? Elbette. Eğer o 5 namaz okumagan bolsa, Esselamualeyküm demeyimiz onun için. Eğer başta yügen bolsa, bulam ayallah atıldıra kaçta okulduk hem de.
Eller bizim Uygurların içinde yağlık çekildiğinler size çıkmağın yokçu. Ama ayyalar eğer yağlık çekmeyen olsa bu pasık yani. Moşunda ki nime bir halat özüne ben 5 namaz okuyayım Müslüman ben Allah'ın ki cennet kirdiğan namazat ki edem ben bana namaz okumaydı. Vallahi cehennemnin darvası vallahi uçuyor. Ayna oylayımız hem de ayna nime kılbalımız kallımız için mıyda iş bekçecek. Bu alqı Kur'an-ı Kerim'deki ruhu butlay xilaf çünkü Kur'an-ı Kerim insanlarni haqiqiy Allah Taala o'zi maqsad qilgan bir inson holatiga yetkazish uchun Qur'oni Karimni tushiribdi. Qur'oni Karimda shuning uchun nurg'unlagan cheklimlar va nurg'unlagan bizga berilgan buyruqlar va bu narsaning hammasini inson o'zining vujudiga yerlashtirgan vaqtida bu inson mukammal bir inson holatiga yetadi. Shuning uchun payg'ambar alayhissalom andaq axloqliqdi, sahobalar mandaq axloqliqdi degan gaplarni qilgan vaqtida odam bo'lib men biroz bir nim qilamiz. Çünkü Peygamber Aleyhisselam hakikaten şundak ahlaklıktı. Ama Peygamber Aleyhisselam o ahlakını nereden algan? Nereden öğrengen? Misal. Onun için bu yerde Peygamber Aleyhisselam'ın ahlak boğanlığının insanların ahlak çakırışı emez bu yerde. Peygamber Aleyhisselam öğrengen yedillah, udullabla insanlar şu ahlakını öğrensinler boldu. Bu yer ne dedisi Kur'an-ı Kerim. Peygamber Aleyhisselam bütün ahlakını Kur'an-ı Kerim'de öğrenildi. Misal. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala insanlara düşürüşteki birden bir maksat ne mi diye vakıda? Hakiki bir insan haltı ekiliş. Yani Allah Teala özündeki tasavvurdaki men muşundak insan yaratmakçı diyen bu tasavvurdaki insan ekiliş için bu insanı aşı halet ekildiğin programı ne mi diye vakıda Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'de yalgan gap qilmaysiz, zina qilmaysiz, harg'ishmaysiz misal böhtan çapılmaysa, birisiga aza qilmaysa, birisini haqqini yemaysa, o'ltirmaysa, chapmaysa degan mushu sifatlarning hammasini Qur'oni Karimda axloq qismi, ana hammasini inson o'ziniki vujudiga yerlashtirgan vaqtida u noat isil bir inson bo'lib chiqadi. Misol. Şunu bu burunmu necha qatim dedik buni? Bir odam o'ziga vazif qilsa, men bugungi kundan boshlab hech qanday yolg'on gap qilmaymiz dedi. Muşun zat özümü sığdırmaz zat Kur'an-ı Kerim muşunda depto. Ben muş yalgan yakınmasını özümü sığdırışım gerek. Dep şu günden başta fakat yalgan yakınmasa o sığdı o insana. Bir mezgildeyken. Onu da ki ben başkalarına yaman yakıp azar kılmayma. Digen açtak bir tarafın özünü vücudu sığdırsa o adam başka adamın manda başka bir cemaati ardışı şuraya vaxtıma o devamlı rastgele kıldığın birisi azap qilmaydigan bir holat shakllangandan keyin u odamda. Qur'oni Karimda inna akramakum indallohi atqakum degan oyat bor. Ash xatolikni saqlangan insonlarning hammasi insonlar nima bo'ldi desa, boshqa insonlarning oldimi hurmatga sazovor bo'ldi. Yeni bir ayet var acım. Sure Bakara'nın 177. ayeti. Leysel birre diye ayetçi. Leysel birre en tuvallu vucuhakum kıblel meşrik vel mağrib. Velakinnel birre men amene billahi vel yevmil ahir ma. Şunu şöyle koyuşlar. Bu fakatla namaz okup koyuş o insanı yaxşı bir insan qatarı gördürmeydi. Kur'an-ı Kerim'deki aşık ayetinin maksidi yani bir adam kıble taraf qarab namaz okup dua qilib qo'yishning o'zi o insondagi yaxshi inson ekanligini o'zi namoyon qilmaydi degan gap. Lekin yaxshilik degan nima bo'lsa, men amana billahi vel yevmil ahir va amili solihan. Alloh haqiqiy ishongan holatda yaxshi ishni qila olgan insonlar qanday bo'ldi desa yaxshi chiqqan bo'ldi. Namozni o'qib qo'yib, oxirida o namozning ruhiga to'g'ri keladigan ishni qilmay yani aslında qilab ishni qilgan insonlar bu yaxshi ish qilgan inson qatoriga kirolmaydi. Qur'oni Karim nurg'un ayeti bor. Sizlar iymon keltirib qo'yib, uning yaxshi iymonni amaliyot yaxshi ish bilan ifodalamasanlar, o iymon hech qanday asqatmaydi. Qur'onda bor bu oyat. Shunda. Namozni o'qib qo'yib, namozning ruhiga to'g'ri keladigan ishni qilolmagan inson namoz o'qimagan bilan o'xshash degan gap. Çok Qur'oni Karimda nima deydi desa,
Vel asri innel insane lefi husrin illellezine amenu ve amilus salihat ve tevasav bil hak ve tevasav bis sabr degan. O ayetin özü mü? İman keltügendeki o imanını emeliyatta yaxşı iş bilen ifadeleş gerek o adam. Doğru. Başka adam gakka vakti mı yaxşı işler tavsiye kıla algan buluş gerek. Ve o başka adamlardan biri o adamga eziyet yetken takdirde onun sevri kılış gerek. Doğru. Ebu Can. Murtet, murci, kafir, Yahud, Nesara diyen gapni çıdaş gerek diyen gap da verdi. Uzun bolmuş gapni başkalı. Meyil o disimi de versin. Bizim günahımız ayda bir gap batıras. Eğer ula bizden şimdi dise, mesela kafir dise, murtet dise yakıcı. Bizim günahımız yeniklep kalan da. Hem de biz yoktu gemi değil de mesela için. Ya bizim günahımız yenilemeydi. Ulanın günahı eğrilaydı, bizim günahımız turcaydı. Turcaydı. O undaki şu olsa pul yürek akıtıldı uzmandık. Külüp gitti fidayı tamına akıstırıp. Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى diyen ayet var ki. Bir cinayetçi yani bir cinayetçinin cinayetini kötəmeydi deydi. Şunun için o adil ki her adam özündeki günahını özü götürgen bu başka. Bu adam menin günahımdan anıga adım kıldan oşaydı diyen bunda kışla o bunun da ümit özüş gerek ya da Kur'an-ı Kerim diyen bir ayetim var. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني diye ayet var. Onun koşaşan cık ayeti var. Kıyamet günü her adam özündeki cinayetini, özünün iş hareketini götürüp kelden yapıyor. Doğru. Hatta ki balı atı balıdan, xotun erdi de anda birisini kaçtıran bunda halet şeklinde mana kötürüş bedemde gider. Ama o kötürüş demeydi Allah Teala özel kötü deydi. Nasıl? Kıyamet dostu gelmez yok okşmanlı da olsa. Kıyamet dostu geldi aslında ne dese o insanı kıyamet günüsü mü aşı nicatlıkka yetekleydiğin insana zaten devamlı insandaki dünya ve ahirette bir yaxşı buluşunu tavsiye kıldığın yaxşı buluş tarafki özü tavsiye kıldığın mundak dostun deydi. Kıyamet dostu gelmemiz. Yani onun dostluğu Ayşe adamın netice itibarıyla kıyamet günü mü netice giriştirdiğin dost diye tepşensek. Şimdi oldu. Ya kılımızda ayette atalısı mı, anısı mı bana taşıdı. Elbette. Değil var mı? Şu çağda bizimizin helakçılık kalımız hem de şu. O biz bazı dünyada var kıyametlik dostum eleydi beleydi de pulların alda bir yuvalımız var mesela çok. Yakın yuvalımız. Ama kıyamette o iş bombaydı kendi alaka. Bombaydı. O kıyamette. O yalgan kendi o. Elbette. Şunu demek için. Kur'an der ki men caa bil hasenetin felahu eşru emsaluha ve men caa bis seyyiatin diyen aşı ayetler emas mı? Evet. Aşı ayetin özü mü? Kılan işi karta ceza verildi Allah'a. Neyme? Sonra. Allah'ın epusu nerede bu yerde? He? Allah'ın epusu nerede hem de? O adam dünyada kılan işiğe puşayman kılıp Allah'ın epu soruş gerek. O vakti oldu. Mesela bu ötkendelki Allah'ın kıyığından hiç kim hesap alanmaydı o. Allah zaten has kılıdı da mesela. Halgan kişini cennet girdiğinizde halgan kişinin dozak göstermiş mi de kılsa diyemeyimiz çünkü güçümüz yetmeydi. Ya bu yerdeki halgan diyen gapni to'g'ri tushunish kerak. Allah Taala halgan kişini cennet girdirdi deganning o'zida Allah Taala qanday kishini xohlaydi shu vaqtda. Tamam. Doğru. Allah Taala qanday kishini cennet kirdirishni xohlaydi degan vaqtda Allohning buyrug'iga itoat qilgan kishi deb Qur'onda yozilgan. Şunlaşqa imtihan bada. Qanday kishini cehennem kirdirishni xohlaydi degan vaqtda mandaq insonlar cehennem kirdi deb Allah Taala yozib qo'yyo'qlar. Men ashunaq insonni Allah Taala cehennem kirdirishni xohlaydi degan gap. O'miz turib lekin emtahosini men cennet kirishni xohladim. Semtahosini men cehennem kirishni xohladim deb bundaq qildi degan gap emas. Bu yer adolat degan bir narsa bor. O adolat kelgan vaqtda Allah Taala eng adil bo'lg'achqa u yerda nima qildi desa
Onunki salohiyati nega to'shidi? Hozir bizda unda qilsa jiqqo. Misol jannatning bezini setib olganda qildigan insonlar bor misol. Unda emas ishlar. O Allah Teala'nınki şu cennet kirdi diye kategoriye düşse o insanın salahiyeti Allah Teala o insanı cennet kirdişini halaydı diyen gap oldu. Çünkü bu halaydı diyen sözünü el-Hamiyede Allah manda turib diye halisa manda kıl diyen manda nesi emas o. Kudret itibarıyla kılalaydı ama levzi itibarıyla kılmaydı. Çokum özünki işken kanuni boyuş bulurdu dedi. Çünkü Allah adil mı? Adil he? Ama Allah rahim o. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın adilde bir süpütü yok hacım. Ya Allah her neyse adalet kılıdı düşündük mü? Bize adalet ki buyuruydu. Adalet kılınlar dedi. Eğer Allah adilli bulduğun olsa hiç kadar insan kurtulamaydı. Çocuk ya Nurgun Müslüp Bey'den. Rahman Rahim süpütü var. Bu kıyamet günüsü Allah Teala'nınki kıyamet günüsü ki kıldığı işi ne verirse ne mi Yevmeyiz'in hakkı diyen bir ayet var o. Şöyle hakikat hüküm sürdü. Doğru. Doğru mu? Doğru. Hakikatin hemisi ne böyle oldu? Adalet oldu. Bu adalet ne? Her kandak adalet Allah Teala insanlık mı öğütmüş bunu? Her kandak özü mehre şefkatinin özü adalet aslında hep verildi. Tamam. Mesela dünyanın özünde Allah Teala deydi Kur'an'da sizin uruktuğunuzla boğan takdirde bu hehterep durun diye ayet var. O bizge buyruğlu. Ama Allah'ın özününki Rahman ve Rahim diye süpütü var. Eğer adil hem bir nesli çok özünün adillik demesi üç bulduğum olsa o uçakta o insanlar eğir kildi. Eğir gün kalır. Elbette ama bu yerdeki nesli diye vakıda Kur'an-ı Kerim'de raziyallahu anhum ve radu anhu diyen ayetler var. Doğru. Bu yerdeki neslinin hemisi ne var diye vakıda bu Allah razı olan adamlarga Allah Teala'nın mehri şefkati buluverdi. Doğru. Ama bu dünyadaki işinin özlüğü Allah Teala bizge prensip koyuyor. Nimde dese uruk tuqqanlarımızga, elağinlerimizga, balcaqımızga biz mehri şefkat bilen qarışımız bizge nayeti zörür. Ama mehri şefkat adalet bilen buluş lazım. Adaletin aslı buluş lazım. Eğer balımız cinayet ötkizip kalsa, cinayet ötkizgen bolsa balımızın bir yer tıkıvelip biz balam şu cezalanması oldu dep balımızın bir yer tıkıvelişimiz ya yalgandan onun başışını kıymetle guvalık ötüşümüz bu Allah'ın adaletine doğru gelmeyi diyen. Doğru. Yani Allah Teala kıyamet göz ne kıldıgan mizan kısı diyen ibarlı var Kur'an-ı Kerim'de. Bunun hemisi adaleti göstergen nesli. Tamam ama adalet emez, adalet kılmayı demek emez. Allah esmasının işçi de Allah'ın adil diyen esması yok demek için. Ya ben bu adaletten ismi sıfatı var demedim. Kıyamet göz Allah Teala adaletten iş yapardı dedim de. Şu adaletten yapardı onun rahimdile o kaçkı rahimdile muamele kıldı demek için. Allah'ın rahmeti hemen nesli kaplaydı demez mi? Hem uyardaki nesli Rahman Rahim diyen sıfatını, mehriban diyen sıfatının özünü biz tesirliğe vakıda Allah Teala insanın özünü kıyamet günüsü sen yaxşı kıldın, sen iş kıldın dep ağırıp koysalar yeterlik buldu. Hem uyardaki Allah Teala'nın mehribanlığı nemege qartılgan diyen vakıda yaxşı insanlarga artıkça cennetni yaratıp berdi. Doğru. Mehribanlığı da ayrı gösterdi diyen gap. Olmasa o cennet yaratıp vermeydi yani dünyanın kakası yerler gibi yaşamayın mayresin cezalamay boldu. Desi buluverdi. Ama her nersi bolgan, her nersi teyya olgan bir cennetni yaratıp vergendige, yaratıp verdiganlığı bu Allah Teala'nın mehribanlığınınki ispat diyen gap. Tamam. Ahmet efendim ağzı gepşik oturdu. Bayatımlık namazınki Uyghur tilida yoki her millet o'zi tushungan tilda o'qisa bo'lganlar to'g'risida so'z bo'lindi. Biz vaqtida biz o'sha namoz bizning yana kirishga vaqtimizda shu sunnatni o'qilib qo'ymay tatlab yurib to'liq ijro qilamiz degan bir zamonlarimiz bo'lgan chog'da shu masala duch kelib nima uchun shunday qilsak bo'lmaydi degan narsani olgandan keyin sababini so'rsak chunki arab tilining fasohat balog'ati bizning tilimizdan chiqishdi. Bunun ifadelengen narsa biz ifadalab bo'lamaymiz degan edi. Shuningga ma'qul deb tikamiz-da.
Keyin qarasak, bu Allah o'zi nazil qilgan, masalan, shu Qur'ondan nazarni boshlagandan keyingi bilim jug'lanmalardan bo'lgan ta'sirotdan Allah nazil qilgan zot o'zi bizdan har qancha yodlab o'zib bitdi deb bersakmi, o'liqi yanılam onun nimisinden o'zib bitish chiqmaslik mumkin-da. Ayet bor mu? Hem asıl maksidi onu o'zib bitdi deyish emas, belki tushunib deyish lozimligi ilgari surildi-da, mana shu programning asosiy ana moddasida. Albatta. Chunki undaqda Qur'on Karimdagi nurg'un narsalarni biz tushunmaydi deymiz endi. O'qiyotgan ibodatlarimiz, qilayotgan duolarimiz yoki namozlarimizni o zaman qanday tushunishimiz mumkin endi? Maqbul bo'lamdi, bo'lmamdi? Hem buniki Qur'oni Karimning o'zimi asosan namozni bir narsani bilmagidek holatda namozga yaqinlashmang degan oyatlar bor-ku. Hatto ta'lam ma taqulun deb oxirisida bor-ku edi. Shu nim devatqanlarni bilgidek holat kelgan vaqtda namoz o'qing deydi-da Qur'on. Yani buning o'zi nima desa, masalan, har qancha aqlli odam bo'lsin, shundaq o'zi hech qanday uningdagi kallasi galdigolding emas. Ashunda holat turibmi, Qur'oni Karimda hech qanday narsani tushunmaydigan odam shu galdigolding odamdan o'xshash bo'ladigan gap. Chunki u devatgan narsani bilmayotdi-da, biz kichik vaqtimizda Do'mpoq Tayyoshi degan she'rning o'zini bilmay aytdik-ku. Xuddi shunga o'xshash narsa mesela. Ve Qululloh odatda tabbat yada o'xshash ayndaq so'rini o'qigan vaqtida u degan bir la'nat, bir insonga la'nat qilingan, uni halokatni tasvirlagan bir so'rlar. Qur'oni Karimda Alloh taolaning qudratini, Alloh taolaning hukm farmonlarini ifodalaydigan so'rlarni o'qishni, oyatlarni o'qishni bizga tavsiya qilyapti-da. Bu yerdagi masala nima degan vaqtda, shu vaqtda biz Allah Teala'nınki kudretlerini ve emir fermanlarını ifadelaydigan sözler bilen namaz okusak boludu deyen gap. O vaxtda biz Qur'onni o'qiyotdik emas, Allah Teala'nın şu maqsadini ifodaladik degan ma'no chiqdi. Yine birisiga o har qancha fasohat qilib ketgan taqdirda arabcha uchun masalan o yerga dengizning suvlari siyah bo'lsin, meni Allohni madilashga yetmaydi, quruq qolibdi degan oyat bormi masalan-chi? Ashadlam chiqib turdi-da, unda-chi u. Albatta, Allohning qudrat hikmatlarini bayon qilish babida gapda, ammo Allohga ibodat qilishda, qulchilik qilishda Peygamber Aleyhisselam ko'rsatgani bo'yicha bo'lish kerak deb duodan tortib hamma narsani qarsiga yodlaymiz. Endi shu ko'z yoshlarimiz bilan birga yollaymiz endi lipapa silab. Aqidimizdan yo'ga. Hem aşında qiladigan vaqtimizda adiqimiz chiqadi-da, bo'lmasa Uyg'urcha duolarimiz jiqqacha bizdan. Yemeyimizda ishimizdikini. Aslında duanın bekitip koygan bir usulü yok aslında. O dua şu kalbimizden, içimizden çıkan dua, şu bizden tilemekçi olan, arzu kılmakçı olan nersimizde Allah'a diyerlisek, şuna mı ya? Bu çağda bu hakika dua olur. Bu olması şu, o peygamber adedep diken, o şeyh madedep diken en yaxşı dua iken da hakkındaki mesela kopya kılıp, kopya pas tıklam, onu desek, o bizden dua olmaydı ki. Elbette. Hemen üzgüçlük halı var, okşumaydı mesela. Her adam özünün derdine diye alış gerek demedi. Şu. Bu batın yana ayrım ügünüş lazım dep oylayman. Endi ma Peygamber Aleyhisselam'a teşekkür oturup durup salam yollaydigan İbrahim Aleyhisselam'a dua kıldıgan babe. Yani namazdan teşekkür kısmını tushundirish lazım-da. Shuna jihat biraz to'xtalmadik. O'tganda u bir qisqa qilibdi. Tashahhud deganni aslida oxirgi uni qari deydi, oxirgi o'ltirish u farz emas. Agar farz bo'lsa, masalan, ikki sajda qilib bo'ldik. Qilib bo'lgandan keyin u namoz oxirlashdi deyli, ikki rakat namozni oxirlashtirib bo'lgandan keyin o'ltirish farz emas. Eğer o farz olsa, o sen ulanın arası bu vaqtda ular secde qilgandan keyin, bir grup secde qilgandan keyin chekinib, mudofaa tutsin, o'qimaganlik kelib sinoval o'qisin deganning o'zida nima deydi desa,
ular teşebbütte oturup onundaki çekilsin demedi Kur'an. Eğer o teşebbüt farz olsa ular teşebbüt olturmaganlığı için namaz past oldu diyen gap oldu. Şunun için bu yerde ahir teşebbüt nima emas, ama bu yerde faqatla qisqa bir duanın özüne Rabbik birli vel valideye vel mu'minin yevmi yakumul hisab Arap yoksa ma'nosini bilse. Ya özü Uygurca qanday bir duanı qisqa bir duanı qilib ekan salom berib bu yerda asosan bizga ko'pincha odatlangan yoki qiliplashgan duo uslubi avval tashabbutning duosini o'zi o'qiymiz atahiyyatu lillahi ve salatu boshlangan. Ondan keyin Allohum salli ala Allohum barik alani o'qib bo'lgandan keyin Allohum robbina deb tugitimiz endi. Oyog'i qo'shimsak. Bu sizlar deyotgan duoning asosan hammasi cheklangan duolar bu-ku. Ben şu dikkatimizi çekken edi. Şunun sebebini ünlüler. Onun nemiş kılımız endi. O yerdeki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyen sözün özü mü? Bu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyen doğru emas misal. Demiş ki şehadet diyenni aldığımız tuğan nimige deyilgan söz. Peygamber Aleyhisselam ölüp ketkili 1900 olgan tutsa biz kandak onun şehadetini kılız. Peygamberge şehadet eyten diyen Kur'an'da mı yok? İman eytimiz onunla. İşinimiz faqatla. Onda olsa bizden İslam'a kirgen yangi adamlarga aşın şüphet öğütüp kılatıdı azı kadar. Ular klasiklerini öğütürdü da bu İslam Kur'an'daki ne yazmaz o? Onda ki Allah'ım salli ala Allah'ım barik ala diyenin özü bu dua mı emas o? Dua emas Allah'a buyruk düşürgen bir narsa o. Şoňalky innallaha ve malaiketehu yusalluna alan nebi diyen ayet okulgandakilla şu yerla pısıldap lekin Allahum salli ala Allahum barik alani okuyduk o. O alqı neme emas, dua emas, Hudaga bitgan dua emas, ameliyatda Hudaga buyruk düşürgendek bir narsa bu. Zaten muşu hazır hacıniki babı kelgence onu sözleyimiz. Hacının özü mü alqı lebbeyk Allahum lebbeyk diyenin hemmisi şu tarixni okusa çıkıdı. Mekke müşrikleri İslam'dan burun deydiğen söz aşu. Oy bir şey. Hiç kandak onun nemizin Arap'ın tarixini okup görse de aşın çıkıdı. Hemmisi Allah'ım neme Allahum leke lebbek la şereke leke lebbek innel hamdu ve nimet diyenin özü ahirde Ma'ak degan ibara olgan, oş ma'akni evetipdi. Sınavlı birge yanbi Xudawa degandekçi. Anda bir narsalar oldugan oniki. O aşu müşrik vaqtida deyildigan bir nemele, tekbirle misal. Qur'onda onda bir narsa yo'q. Qur'onda haj faoliyati zalikel haj degan nima zalik degan oyatda Qur'onda haj faoliyatini tushundirib, haj degan meni mushu deydi de Alloh taolo. Men muşu boyunca kısan hacı qilgan bo'lasizlar degan gap hamda. Bu yer unda gap yo'q. Hacı vaqt hajnik faoliyati to'g'riliq so'zga vaqt deymiz Xudoyim doğrusu. Okey. Ama hozir muşu burun soruluş tegishlik masalada ma meşahatna chiqdi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu deyiş lazım. Sen imanını müşda etmişsen bo'lmaydi deb mesela yanıdan İslam kirgen vaxtlarımızda mı ya qaytib kelgen vaxtlarımızda mı muş yepne hazır kadar değiliz hem de enenevi İslam'ımızda. Zaten şahlık guvalık bir iş hem de. Şunun muşlar guvalık verme de tercümesini sorsak aşağı deydi. Hazır mesela bir sot mahkemesi gibi verip ma adamın guvalık verese sen Ahmet'e de bağ mı tam köydün mü? Bir bu kadar şahitli bulaştı içtik. Amillarni so'raydi da agar o amillar tepilmasa sening salohiyating guvohlik berish salohiyating yo'q deydi. Chunki mush masala hozir hali cho'ng masala-ku biz hozir chunki biz dinni bilimiz deb o'rgangan, tushungan, yillab tiz cho'kib madrasalarda, maktablarda bir qancha diplomni qo'ltiqlab yurgan insonlarmi hozir qadar mush masalada taqa bir cham yiqib qarab boqmoqlik uningga. Shunga bakara qo'llayotganim buki bir şahitlik salohiyatimiz yok holatda aşına şahit bo'lishga o'rgatilib aşında keldik hamda. Ber ichilib qoldi bu so'z. Unda biz ikki rakat namozni sajda va qiyam, ruku, sajda dedik. Shunami?
Qiyam ruku secde dedik. Teşavvutning nimesi yok dedik. Perz emas dedik. Yani namazdan 6 perz içinde 6 perz tişiler de öğrengen. Bu Kur'an'ın özde mesela kıyam, ruku, secde var. Andakin her bir ruku, secde nima alqı qardaydi, alqı qud degan oyat var. Qud degan ikki secdening orasiga o'ltirish. Aşı vaqtning hammasi nima qilsa degan vaqtda Alloh takbir ayting degan oyat var Qur'onda. Allah takbir ayting degan o'zi ruku qilganda, secde qilganda hammasi biz Allohu akbar deymiz-ku. Rabbana lakal hamd deymiz-ku. Muşunun hammasi takbir oldu. Aş takbirin aytish hammasi Qur'oni Karimda ve kebbirhu takbira degan oyatniki ma'nosiga uyg'un keladi. Takbir aytimiz degan gap bo'ldi. Hem oxirgi tashahhudning o'zi farz emas deyishimlik sebab va nima ma'vo hidoyada u farz deydi ekan. Aytganda birisi buni ko'rib chiqdim, burunmi ko'rgan zaten. Farz deydi ekan, ammo u farz emas nima uchun degan vaqtda bayman degandek o namoz tuğanlık bir grup insanlar namoz turib secde qilib bo'lgandan keyin oxiri chekinsin degan oyatning o'zidan ular tashahhudda o'ltirib uni oxiri chekinsin degan yo'q qo'yadi. Ammo mishada agar secde rukudan birsi qisqardi hatta. Chunki ish harakat edi. Bir rakatdagi farzlar qisqarib ketdi emasmi? Uning qaragan chog'da tashahhudni agar farz bo'lib qolib qolsa, qisqartish ehtiyoji bilan qisqartildi deb tushunish bo'lmaydi o'shada. Ya Kur'an'da bu qanday deymiz uni? Ya qadirsiz deyilki, agar farz o'qimas qisqartirilmaydi dedilar. Undaqda ikki rakat ekanligi aniq bo'lgan bir namozdan. Bir rakatdan o'qib chekingan kishilar yana bir rakatdagi farzni tark etgan bo'lmadimi? Bir rakatdagi nimasini dedilar? Ikki rakatdagi har ikkilisi farzgo. Birinchi rakatdagi qiyam ruku sujud farz, ikinci rekatdagi farz. Bir rekatdagi sujud, qiyam sujud rukuni tugatgandan keyin orqaga chekinib mudofaat to'g'anlar. Ikinci rekatdagi bir qitimli qiyam ruku sujudni tark etgan bo'ldi. Albatta, unidagi Qur'oni Karimdagi ve iza zarabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salat degan müşkül alet qilib qolgan vaqtda ya tahdid asli qilib qolgan vaqtda namozni qisqartsanglar gunoh bo'lmaydi degan ruxsat asosan u namozni qisqartgan bo'ldi. Imom ikki yil jamoatga imomlik qilgan uchun u to'liq o'qigan bo'ldi. Jamoat bir rakatni o'qib namozni bir rakatga qisqartgan bo'ldi jamoat. Demak, chiqdim, osh qisqartgan yerda farzmi qisqardi-da? Qas farz. Ikkinchi rakatdagi farz. Albatta, shuning o'zini qanday vaqt qisqartirdi insonlar? Ikki rakat namozni qanday vaqt qisqartirganmiz? Hayotimiz tahdidga uchrash ehtimoli bo'lgan vaqtda, shundaymi ya? Xavf namozi. Buni nurg'un olimlar mayda qo'rqinamiz deydi. Qo'rqinamiz degan namoz yo'q. Bu yerdagi inson qo'rqinchli ahvol ostida namozni qanday o'qiydi? Mana naslda bu. Tamam, onu tushunishga oldu. Ama aslında teşavvudning farz emasligi to'g'risida keltirgan bayonlarga ko'ra, ikkinchi rakatda odamlar ikkinchi rakatda keyin orqaga chekinib tursin, yana birisi kelsin deganini qarab turib, bu nimani yo'q dedi-da, farzdan qatorida emas dedi-da. Farzdan qatorida emas. Shu eğer farz qatorida bo'lsa, o namozning ichidagi bir tal farzni qilmasa, tamam. Odam qadaqan bo'ldi shu vaqtda? Namoz bekor bo'ldi, shundaymi? Okey. Unda namoz bekor bo'ldi demaganligining o'zi Alloh taolo demakki o odamning namozni to'liq o'qigan bo'ldi degan gap. Undaqda bizning hozir an'anaviy o'qiyotgan namozlarimizdan 2 rakatni bandat namozi deyli. Bandat namozi hammalar biladigan bir namoz. Qanday o'qisak o'lchamlik o'qigan bo'lamiz. Shuni bir tafsili bir tafsir. Buni nima degan vaqtda 2 rakat namozni o'qib masalan, ikkinchi rakatniki oxirisida biz sajda qilib bo'ldikmi? Sajda qilib lekin beshimizni sajdani ko'tarib lekin assalomu alaykum va rahmatulloh, assalomu alaykum va rahmatulloh desak bo'laverdi. Namozni chiqqan bo'lamiz. Ya'ni tashahhudni o'qimayman. Bu yerda qisqa bir duoni qilib, "Ey Xudo, meniki bu shu namozni o'qidim, men bu namozimni bir
qilib qolgan, kam qilib qolgan yerlar bo'lsa yoki xato qilib qo'ygan yerlarim bo'lsa kechigin degan bir duoni o'qib chiqsak, u mu bo'laverdi? Yana. Masalan, Sura Baqaraning oxirida Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana degan oyatlar emasmi? Duo. Boshqa bir tal duoni qilib chiqsak, u bo'laverdi. U vaqtda duo qilib birga chiqqan bo'lamiz. Yoki bo'lmaydi, sajda qilib ekan, salomni berib qo'yib, oxirdan yana Xudo shu namozni o'qidim, ham buni unutib qolgan yo xato qilgan yerlarim bo'lsa, ketiyo deb o duoni qayta qilsak, u mu bo'laverdi. Ammo namozniki oxirlashishi ikkinchi sajda qilib bo'lgancha oxirlashidi. Ikkinchi rakatniki ikkinchi sajda qilib bo'lgancha namoz oxirlashidi. Qur'onda ishlab tursa bu. Ammo hozirgi o'qiyotgan namozga biroz o'xshamaydigan yerlar bo'lg'achqa, inson ani tortishib bo'lsa, mana qanday biz hozir mana o'qiyotsak deb kallada har xil o'y bo'ladi. Agar aslan ko'rsa inson unda nima qilmaydi. Hamdaliqqa bunda bitirib qarasa, boshdan o'ylab gul chiqarib etgan hamdaliqqa har bir suv chimigidek darajada shu bakayari yo'q, hamma yerga gul tuzib uyning ishini bir joqdan qo'yib bizib etgandek, ibodatdan ishini obdan güzel, chiroyli yasab qo'ygan bir ko'rinish var endi shu an'anamizda. Ama yan bir tarafımızdan karşı top kızdan bir töttamның arasından kalımızda hem de hazır. Bu kadar basmada qarab turib, mayan qarsa boyran uçup, ayan qarsa köz qamış ikisinin arasında qazılgan bir ahval şekillenip qaladı şu. Bunda avlasında hem de şuna mesela ölçü an'anaviy namazımızda bize Allahu Ekber'de kula tekbir bilen kolumuzu götürmüyoruz. Kolumuzu manda koymuyoruz. Secde karar durup Subhanallahümme. Onun icrası Kur'an'da yok. Bununki özü her insan özündeki adeti kartta kısı buluverdi. Mesela biz harem duaga vaxtida haremde onda kolu bağlap durgan insanlar var. Bizim kolu bağlap durmuz go. Bazıları iki kolunu manda iki taraf düşürüp durgan, eskerek durganlar var. Bazılarının özü manda neme jürgünü tutup durganları var. Mesela işte bilgini tutturganları var misal. Bunu biraz hata deb düşünüyoruz yani. Muşunda her türlüleri var. Bu Kur'an'da ondak neyse bombagandaken bununki özü zaten iki kol kandak tutusu boldu diyen gap. Kudalqı hazır Kur'an'da on kolu tamak yeş, ya sol kolu tamak yeş diyen bir ibare yok mu? Tamakını zaten haram yemesen de boldu, kas kolu yesen boldu diyen boldu. Bunun özü. Sen onda diyen bilen bizim bir Türk bir ustaz var, kardeşimiz, dostumuz. Şunun bir hayırdası varken de Irak'tan şu. Şia ve Sünniler uğraşıp gidiyordu bu. Yani birisi bunda yerde namaz okuyacak, bunda okumaydı kendi. Bak koluma da koyup verip tüz okuydu kendi. Şuna manda kılgandan ki, şuna kılgan karşı Mişer'e şu öyle ki bilmede yağaç kılıp mı, şıkılıp mıhlap yağaç kuşu koluna. Minda tüz müyda okuysa deyip ayda bir ceza kılgandan ki gibi varmış. Şular işte hem de birbirini Bu halkı bir hem de ne diyeyim hem bir eskilik desek olur da. Ama bu halkı insandaki kandak duruşu o yerde kıyam tutsa bol de. O kas halet tutsa onunla eyiplaşka gerek yok. Her millet özellikle misal bizdeki adetimizde bir adamın aldıda hürmetli tuğa vaxtında kolu alıp ilgilip durmuz o. Kur'an'da şu ölen turuşunun özüne boruydu Allah Teala. Allah Teala'nın aldı biz en hürmet öyle bir adam hürmet kılış halatı tuğa vaxt kandak durmuz. Unutun bek hürmetli turgan bir halatımızı şekillendirip Allah'ın aldığına tutsak buluverdi. Bir kısım başka yerde hürmetli tuğa vaxtı belki iki kolunu iki tarafı kuvvet turgan buluşu mümkün. Onda hiç kadar problem olmaydı. Ürümçide bana problem boğan. Yine namaz başta vaxtda banda tutup kaptı kemmen bu çağı biraz Vahabi tikemnüçü. Yaşlı Vahabi qerilalıqı nima bo'liqi sopichu Hanefi. Manda to'g'andiki shuni ular yalaqi jamining imomi qo'pab degan seninki manda qilib turgan binasan bo'lgan nimishqa manda qilib tursa sen ayol kishimisan bu nimishqa chatir qilding kirib olsa deb ashini deb tillab ketdi namazdan keyin ishkin taqili tayoq yeli va o saqchi qapib turibdi
Muşunda biz sünnetni kaça keltirimiz. Eğer bir sünnetni keltirsek, manç şehitnin sahab edip, biz sahab kılışımız dep avara. Onun için amin desek, asmandaki perişti bilen, bizden avazımız bir yere doğru gelip kılıp, uçup gelip şu, doğru gelip kalsı şundan bu, nait makbul olup gitti. Diyendek şu, aşağıda gavgalı bilen, kırıla bilen, yaşların oturusu da acayip çok hanla açıldı şu. Yaşlarını görse, kırılanınki nime kılıdıgan, biz kırılan desek, bu kırıla depçi, bir kıtı goğusan kılan kırıla, muşundan nime kıptı. O derecede birbirimizge ayrıldık ki cemiyet bölündep ketti zaten. Aylık namaz okuyduğun okumaydıgan o cehennemge gidiyordu. Namaz okuyduğun mı çöm? Birimizde ağrışıp aşıdan ziddiyetli olup gitti. Bunun paydasını kim gibi oldu diye çağda ahir şu. Xitay gibi oldu. Hem de o Avrupa'da biz o biz gibi 5 kilometre etrafı gelgen bir camimiz var. 5.000-6.000 adam namaz okuydu. Aşının içinde aşı haremdeki görünüşün hemmesi var. Her türlü aşında adam var. Hiç kim böyle işi yok, namaz okup çıkıp gidivermez. Aslında Müslümanlar bir insan hakları degan narsa var. Birisinin huquqiga hurmat qila oladigan bir holat shakllansa insonning musulmonning kallasida bunday narsaga o'rin qolmaydi aslida. Ammo bu huquqini bilmay, hamma odamni sen menadek bo'lishing kerak degandan bo'layotgan narsa u. Hatta mishadim şu. Ma Diyanetning imamı namaz okusa, onun iktidar kılıp namaz okusa, şunun bilen bu namazı kabul olmaydı. Vatandan battı var ki hükümetten maaş aldığı imamın arkası namaz okumaydık şu mesela. Yeni gepler var şu. Bir şey demiş şu. Onundaki yüzü mahsus selefi için namaz okuydu da ayrım ikinci ana çıkışını sakla oturup bundaki Allahu Ekber deplamış. Namazı başlaydı çıkıvat kalla. Namaz okup çıkıkla maaşı maguyla karar. Bizge iktidar kılma bizleme okumay özde ayrım okuvaldı. Bildi de ayrım okuvat kaldı hemen. Mühinde dereceden. Eyvallah. Şu halkı Müslümanlıktaki halk seviyesindeki karşı tüven bu ketkenliğini ispat olmasa o yerde yer bir adamdaki o tuğan turkullarga men etip onu baha veriş hiç kimden hakkı meselesinde. Endi aldınqı programda suallardan bəziləri atlab ketdik deb oylagandik. Keyin tekrar anlagandan keyin zim bo'ldi o jaq masalalar. Ama şu deganimizdek enenimizden vazgeçmek emas ve ikincisi bu ölçemlik deyilgen yoki to'g'ri deyilgen yolda dadil bo'lmoqimiz uchun yani bir narsa kamda odamda. Jur'at bo'lmaydi bu insonda o'ng'ay. Bu xil ahvolda aslida tangirqash yoki bir rahatsizlik bo'lganlikda qanday bir tavsiyalar bor? Endi biz Müslüman boğulu 1000 yıl oldu deymiz. 1000 yıldan azam 1100 yıl oldu deymiz. Sutuq Boraxan 920 yılı İslam'ı kabul qilgan bolsa. Endi 1000 yıldan birisi biz Qur'oni Kerimdan dinni o'rgangan vaqtimiz qanchalik onu bilmaymiz. Misalda onun uchun vücudumuzga tegi-tegidan singib ketgan bu rivoyatdagi din singib ketgan bo'lg'achqa ondan chiqish insonga bek o'ng'ay to'xtamaydi, chunki o'zining e'tiqodidan chiqish o'xshash shunday og'ir bir narsa. Ammo haqiqiy islom dinini qabul qilaman zodi desa, u vaqtda bu Qur'on ko'rsatgan dinni qabul qilgan vaqtda haqiqiy islom dinini qabul qilgan bo'ladi. Bo'lmasa Qur'onning sirtidagi narsa qarash orqali Qur'onni islomni qabul qilish aslo mumkin emas. Bu rivoyatlarga va hokazo qarash orqali yoki fiqh qarash orqali hech qachon islom dinini qabul qilib bo'lmaydi. Fiqhning o'zida biz ibodat, aqida sohasida bir aql so'zlab qoldik. Ahkam sohasi to'liq kirgan vaqtda, jazo va hokazo sohasi kirgan vaqtda inson o'zi mushumam qanday bir endi shu islomniki bir ahkamlar bo'ldi degidek darajada bunda razil ahkamlarni kirdirib o'tgan. Onun üstüge Müslümanlığındaki muşkun kıpkayışının tüp sebebi Müslümanlar ravayet diniga. Bulumu Uygur Müslümanları Uygurlar ravayet diniga işengenlikten
Allah Taala insonni qutqizdi deb tushungan dinga ishonmasdan insonni xarob qilgan, arablarni vayron qilib o'tgan, arablarning koni klassik dinini din qilib ishongan bo'lg'achqa musulmonlar bu holatga keliklik misolda. Shuning uchun bizniki hamda xalqimizga, qarindoshlarimizga deydiganimiz nima degan vaqtida bizniki mushkunga kelib qilishimizga sabab bo'lgan narsani tahlil qilishimiz lozim. Namozmi mushuning ichida? Keşke namaz bilen bulup her zamanındaki ilim fen şu zamandaki özü etrafına kıldığı seyahat vakızan kılıç arkalı özünün dost düşmanını tutup arıp düşman boğan özü nefretini düşman boğan karşılığını köstüp vatanını saklagan bolsak bu haletki kalmaydık biz. Muşundaki saklayanmasının bütün sebepleri nerede diye vakıda ben bu tarihini cık okuyan bir adam buluş sıfıtım bilen %70-80% muşu dindeki sebebi var. Onun üstüge biz vatandaki vaqtida biz qaqliqda o'qishni bitirib kelgan vaqtida misol bizni chaqirgan odamlar shu meshning imomlari chaqatdi shu vaqtida. Bütün meshning imomlariniki %80% Xitoyga ishlaydi desak bo'ldi shu vaqtda. Atrofda sal o'z ovozi tom chiqadigan yoki bo'lmaydi. Biz millat mandaq qilishimiz kerak, Uyg'ur degan mandaq bo'lish kerak deb qolgan odamlarni shu saqchiga chaqirgan insonlar shu imom Mayzilli bo'lgan shu vaqtida bular nima uchun ashtaq qildi degan vaqtda bular haqiqiy bir dinning ichida bo'lmaganligi uchun setishning o'zini dinning bir parchasi hattoki Xitoy hokimiyatiga qarshi nimalqi bo'ysunish shuning hammasining o'zini dinniki bir farz qatorida hisoblaganligi uchun millat mahalga tushib qolganda millatniki milliy ruhini o'ltirib o'tgan Xitoyga bo'lgan nafratini tamoman yo'q qilib o'tgan butunlay arabning kitoblariga arabniki shu madaniyatlarga ergishadigan shuni din deb hisoblaydigan bunday holat shakllangan. Bundan chiqish kerak. Millat o'ziniki milliy kimlikni qaytish kerak. O'ziniki milliy madaniyati, milliy urf-odatini asliga keltirish kerak. Arabniki kiyimlarini ichiga kirsa, islomning ichiga kirdik. yoki arab madaniyatining ichiga kirsa, islomning ichiga kirdik deb o'ylamaslik kerak. Islom ayrim bir narsa bu. Arabni hurmat qildik, bizniki unda ishimiz yo'q. Arab bizniki hurmatimiz sazovor bir hali yo'q. Bizniki tarixda nurg'unlagan o'zi madaniyatlarni yaratgan, davlatni qurgan bir millatning avlodlari biz. Onun uchun bu yerda nima degan vaqtida millatimiz o'zining milliy kimligini asliga kelgan vaqtida milliy ruhini uyg'otgan vaqtda, milliy ruh asliga kelgan vaqtda u vatanni ozod qilamiz, haqiqiy Uyg'ur bo'lib yashaymiz degan narsa bu yerda bo'ladi. Bo'lmasa hozir men ko'ryapmiz-ku. Turkiyada olsun, mesela nerede olsun, Uygur'undaki xotinlari vatanni Xitoy elayotdi deymiz. Vatanni sotadichu. Uyg'ur chiqmayotganda Uyg'urni yaratmay boshqa millat tigyotdi. Uyg'urning 4-xotinlik emas, 5-10 xotinlik tigish lozimki, ashuni tigishga rozi bo'lish kerakki, boshqa millat tekkanning o'rnida. Sen Uyg'urdan bir yo 2 bola tug'ding, sen Uyg'urning onasi bo'lsa, Uyg'urliging davom qilsiniki. Eğer sen din kardeşim ma Arapke, ma Türkke, ma öz falanı gidip onu tiki versen millet nerede kayıp kaldı şu vakıda? Bizning bu yerda bu Qur'onni o'tirib chiqishimiz sebep nima degan vaqtida? Qur'on her millet o'zining milliy ruhi bilan, milliy kimligi bilan yashashni tashabbus qildi. Buyurdi Qur'on. Her bir millet Allah Taola'niki bar ve birliginiki bir delili qatori sanaydi Allah Taala Qur'onda. Bu necha qadim dedik misal. Onun için Allah Teala'nın bu milli kimlikten ibaret bu ayetinin özünü saklaş ve onu davamlaştırış hazırki Uygurlardaki vazifesi diyen gap. Fakat erlerin emas, ayollarning vazifesi. Kimning pulusi olsa, onu ketgan. Nima o? Bizniki ata-bobomizning deydigan gapi bor. Boshqalarni qiz olsak bo'ldi, qiz bersak bo'lmaydi deydigancha. Nima uchun degan vaqtida? Ammo vatan sirtida bo'lib Turkiyadagi yerda başka Türklerden kız alsın, yakama Türklerin kızlığı, Türklerge kız versin, her ikisi yok oldu Türkiye'de. Türkiye'deki yerde. Yok olganı gördük o yerde. İhrak kalan insanlar var yerde. Onun için ne diye vaqtida en eski Uygur, başka milletin en esil, en o'zi boy, en alimidan yaxshi degan narsa kallamizda bo'lishi lozim. Bu bir xil irqchilik tipiga kelib qolmandi o'qilgan.
irqchilik bo'lmay turib dinning o'zini asliga akaga olmaydi. Chunki biz o'zimizning milliy kimligimizni asliga akaga vaqtda boshqa millatlar barobarlikni hosil qila olamiz. Barobarlikni hosil qilish Qur'onning tub maqsadi. Undaqda tushunamdi. Barabar holatga kelguncha irqchilik qilsam qil, ammo barabar bo'lib qolgandiki irqchilik qilmadimdi. Ya barabar bo'lgan, mesela vatanni mustaqil qildik deyli. Vatanimiz mustaqil bo'lgan vaqtda boshqa millatlar to'qisi baribir o millat tabiiy holda Uyg'urib cho'ng'ilaverdi. O Uyg'urdagi qaziniga tushdi o. Aşağıda qaynab Uyg'ur bo'ldi. Hacının demekçi oğlu ne? Irkçılık kıl diyen teşebbüs kılmaydı hacım için. Üzerinin milletini kokda demekçi. Üzerinin milletini yaşat. Bay diyen gapning o'zi mesela milli kim Qur'onning o'zida ve min ayatihi halqus semawati vel arz ve ihtilafu alwanikum ve alsinatikum inna fi zalika laayatin li ulil albab degan oyat var. Osmon zemin ve insanların tili, rengi Allah Teala'nın bar birliğindeki delil ispatı deydi Allah Teala. Doğru. Biz bir millet buluşumuz Allah Teala'nın delil ispatı. Allah Teala'nın bar ve birlik bo'lgan delil ispatının bir tili deyen gap. Biz bu delil ispatını saqlash bizning vazifamiz deyen gap. O irqchilik qilib bu yerda men degan alomat millat, sen degan nima o degan gap emas o. Bizmi boshqa millatga o'xshash millat bu yerda. Biz yo'qolib ketyapmiz, cho'q. Yo'qolib ketyapmiz o'z ustiga. Xitoy yerda majbur o'ltiryapti. Majbur osmonasiya qilanmay 70-80 yilning yanqisi oxiri kampda qo'ydi, shundaymi ya? O yerda boshqa bir masala. Yerda yine baribir kamp usulisima odamning kallasi yine Xitoyga qarshi bir ideya, bir xil nima chiqdi. Chiqqandan keyin bir kaptı. Onda bir narsa bilan chiqdi bo'ldi-chu. Texmi milliy bo'lib chiqdi-chu. Xitoy yuqtiman degan bilan. Ammo ma chet elda bizning arablashib ketishimiz, bizning xotin qizlarimizningki, erlarimizningki kallasininki arabning parasining sopuni bilan yuyilib, avtomatik holatda savob dini ümit kütüp hatta Allah'ın tili, cennetin tili, Arapçı deb alaqı mandak Allah'ı şerik keltirish işkenligini bilmesden anda halatda öz avtomatik halatda yüzü tutup biriştemdi qamda. Avtomatik halatda ko'ngilda xalab assimilasiya bo'lib ketishi hammadan xatarlik demekçi. Elbette. Bu ashaddiy bu-chu. Mesela moş işinin özüge, moşunda assimilasiya bo'lib ketishning o'ziga nima sabab bo'ladi desa, bizniki milli ruhimizdagi bo'lmaganligi, milli kimligimizni territoriyasining o'zini bilmaganligimiz bu sabab bo'ladi-da. Agar biz shuni bilsak, u vaqt nima uchun biz boshqa millatlarni qilamiz? Biz qanday bilamiz masalan, kishigidin tatib kallasiga sahobalarning tarixi, osmondagi cho'lpon, yulduz, andag'ay, kishi shu narsami? Bir Uyg'urningki tarixini o'rgatmasa uning-chi. Onu agar o'rgatib qolsa, Uyg'ur deb solsa, jahannamga kirib ketadi, millat cho'p qoladi-chi. Ayindoq deb qilgan bo'lsa, o insonning umrida Uyg'urga oid tarix yo'q. Jug'rofiylik bir narsa yo'q, hech qanday bir narsa yo'q. Quruq bir kalla, arabning supuni bilan, Parisning supuni bilan yuyilgan bir kallada Uyg'ur qarta bir narsa bo'lamdi. O bo'lmagandan keyin o'zining millatini qanday yaxshi ko'ralaydi bu odamchi. Albatta. Onun ustiga bu yerdagi yana xatarlik bir narsa bor. Misol o ballığa qonun maktabi degan narsani aytyapmiz hozirchi. Bizim Londonda bor bu narsa. Aşınığı elifbe kitabını çıqırıqlıq. Çıqağa yerinin özüge müşk yaşqandaki. Andaki qaq qozğundaki aşında hikayelerini toşquz etdik-de. Aşağının özüge şunun onuğa sen özündeki kahramanlarını var. Milli kahramanlarının ismini, devletinin ismini, devletinin coğrafiyalarının ismini misalda özünün medeniyetine dair nərslərini yazsan boludu, şu kitap yazğanlığı mı deydiğinin mağuda. Sen o yer müşk yaşqandaki işinin nemişi var. Ötken o kiçiki uqvatıdı bir nərsinin özüne, müşk an depti, şaşqan an depti. Bunun neyim paydısı var bizge, misal? Yani bu küçük balalarning ders programı asasen ularning aqlini eshitishni maqsad qilganligi uchun mazmun
milliy kimlik yoki diniy kimlikka bek ig'irlik berilmasin bo'ladi deydigan qarashlar bor endi. Tamam. Bundan olsa İslami matematik de kitabından çıkılır. İslami ilipbe diye kitapta çıkılır. Mesela. O derece misalda en yama yeri Peygamber Aleyhisselam doğruluk şiirini yad alıdı ballaçıyor. O tuğulgan çağda anda hop 4 yaş giren çağda manda hop da 40 yaş giren çağda o anda hop diyen bir şiirini makatip okumadı birisi. Tamam okusun. Lakin sen aşı balının özü Sutuk Buğrakan'ı bilemdi. Mehmet Kaşgar'ını bilemdi. Yusuf Kasacı'nı bilemdi. Renovator'unu bilemdi misalda. Uygur'daki Karkallar devleti diyen bir devletini bilemdi. Ve şu vaxtdaki devletlerimizdeki bayrağını bilemdi aşı ballar. Şu vaxtda kurgan padişahlarımızdaki ismini bilemdi. Biz ögündüğün o kadar cıknası var ki. Ama aşı nesinin onuğa aşındak nesindeki ismillerini yazıdı. Onudaki mektebinin etiğimi Hira Uygur Mektebi. Hira teqidin başka tağı yok mu? Tengir teqidi mektebi de koyamamsa onun özüne Tehlimakam dep koy, Tarım dep koy onun özüne. Mehmet Kaşgar Mektebi dep koy. Meylanla balı kapılap gitmişsin aç. O balının kılvatqa işleyenler başka marif sahasida özünün cinniqine nispeten yani özden çoğ işkılı olar. Hem şu sahada yani Hacım demekçe mi Hira emez Uygun'u iştepçi ben de yakınmışsa tercihimsini. Hira'nın bir mi gerek var mesela? Evet. Peygamber Aleyhisselam tüketken bir gar ki bu Arapla onun bir kadri gidip ketken yeri yok. Uygur'undaki makan dokkas onu töpsü ne çıkart meşlise paşada kıldı öyle. Bu alıkta baştan ayak körülüp atkan bir hatalıktan ki yeni bir ifadesi şu. Aşkanın özü mü? Zemzem aşkanısı. Misalda. Aşkın koyar Arap. Bizdeki yok mu o suyun özü bizde, onun tatlı sularımız var bizdeki. Misal. Aşkanın özümüzün ayında kahramanların etini koysa, ballı isimini yadlaydı. Ballının kallısına ners düşüdü. Sizinki nimeleri düşendik onda Allah razı olsun. İnşallah bu milli ruh hakkındaki nimene ayrım tema kıldı. Namaz hakkındaki sizin ahirki şu sual soraydiganlarmı aslında şirketimi bulunmuş çıkartmadan yo'qolib ketdi. Qay ko'rayotganda. Bayağı ben Facebook'ta görgendim. Bir yumur olgandim şu program başlangan çağda bir yumur olgan. Manda qarab baksam to'g'ri gap qilgan ezib ketmay deb anglamabataman degan bir gapni anglagan. Ajna bo'lib ketmay deb programni ko'maydigan plan qilib. Gülbistan peşlerini tartıvatını bilmedik. Allah hidayet kıpkaz körep kılar inşallah. Namaz hakkında sual mençimi tügümedi. Çünkü namaz İslam'ın rukunlarından biri. Ölgendeki yıllar kıyamet günü birinci olarak sorak tartılgan nas namaz degen ruh yoki tushunchada cho'ng oldukda. Shundaligimizga bakmay, Bag'dodda biz hep to'shmaydigan. Cuma kundan başqa camilerimiz adam ko'rmaydigan. Müştak bir millet olduk hamda. Hepimiz Müslüman. Birisi bilemedik hamda. Bir burader burmuş gap qilib bizim ilanning ostiga uçup. Bizim ezip ketmeslikimizde tavsiye qilib, ondan keyin öydün ko'chaga chiqqanda o'qiydigan duo, Qur'onda bormi? Masjidga kelganda o'qiydigan duo, ondan keyin asansör, liftga chiqqan chaqda o'qiydigan duo, uningda tushgan chaqda da buni qo'lga gapda qilibdi-chu. Burada kendim şunda ayında çakıldı bu dua okunada bir ayet var mı hacım? Yok. Kur'an'da yok nesine kılıç kışkana hacet yok. Tamam. Ama abi nemine misal aladık o abi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim mursaha mı? Bismillah. Hiç kadar olmaydı. Bismillah çıksı bulurdu ama o İlla o yerde bir saat dua okup oturuş kışkanda hacet yok. Bu gapga ben Norvegiyaga vaqtimda duş kelgan. Asli bismillah. Allah'ın isminden başlaştı ki maksat hacım.
her zaman Allah'ın zikri kılıp Allah'ın digini oyunca, şundan mı ya? Toğra, katlaş kalışkı rayı kılıp birisi üstü atmay, şundan mı ya? Hakkının hakkı kiymay. Ayında mengişine, bizge hatırlatışına maksat kılıdı Allah. Şu bayatlarken Akimus salat li zikri deganni nimqacha tutuqqash har qanday ishni qilgan vaqtida shu ish sohasida Alloh ko'rsatgan narsani esingdan chiqarib qo'ymasliging kerak degan gap hamda. To'g'ri. Masalan, bizniki o İstanbul'daki nemining o'zidami, Lipning o'ziga 2 odam chiqishga bo'ldi-ku. He. 2 odam chiqish bo'ldi. 200 kilomi, shunday, menga 90 kilo kelgan odamda 2 chiqsa bo'ldi. Uni 3 odam yo 4 odam chiqma degan gap hamda. Shu. Chiqsa tushib ketsa degan gap. Şunu tushib ketgandan keyin anday deb bemencha nima qilgan gap. Shuni har narsaniki o'ziniki bir nemasi bor, tartibi bor, shuni rioya qilish bu nihoyat muhim degan gap endi. Bu Bismillah'ın milli qatım da belki duanım 2000 qatım okusuma bari bir. 2 adam çıkıdığan liftke 6 adam çıkıp alsa çüp gidiyor uç. Elbette. O Bismillah onu kötemeydi ki. Endi maşinning tipimi o kadar köp ki hatta bir markadaki maşinning manchinchi yil chiqqanidan anchinchi yil chiqqanining zapchastida birisi tushmaydi. Telefonning shunda qat. Mushuning o'xshash nima deymiz? Ma'alaqi bizning mingimizda biz qochilib olgan ilm deb qochilib olgan manba har xil va ko'p xil bo'lganligi uchun zapchasti bizga tushmaydi. Qishni bitilgan avval chiqadi ekanda birlik qilib nimaning ichidan chiqmagandan keyin bir manbadan. Shu bugun o'tirib qo'yilayotgan temama odamga g'arab deymi, g'ayri bunday bir tuyg'u berib qilish ehtimolligi yuqori. Ammo shuni hozir degandek asli tipini, chastotini, tipini, gradusini Qur'onga to'g'rilasa, anadan keyin siziq keladi degan nimashadi men bir nimaga deb qo'yay dedim. Sizlar bayaqı so'rgan savol shu. Qur'on aslida bir biz ham uni endiz deymiz. Boshqa nima deydigan qilib chapon bir narsa kesgan qilib burun vaqt bir qog'ozni kesib qo'ygan bir narsa bo'ldi. Uni qilib deymiz, qilib o'lcham qilib. Endiz deydi. Qur'on ashunda bir endiz bu, qilibchi. Agar Qur'onning o'zining diniga shundaq dinini Qur'onga shundaq tatbiqlagan vaqtda bu Qur'onning cho'risini eshib qolgan yerlari din emas. Amanda agar olib ichi kirib ketgan yerlari kam qilib qolgan yerda Qur'on bilan to'shqilgan gap. Shu Qur'onni shundaq qo'ygandan keyin atrofini shundaq sizgandan keyinlar bu vaqtda Qur'onning sirtiga chiqib qolgan yerlarning o'zini tashlab o'tish kerak. Qur'ondan qilib qolgan, kavoq qilib qolgan yeri bo'lsa, Qur'on bilan uni to'shqizish kerak. Shuni o'ra din to'liq bo'ldi degan gap. Bayatı sizden soğan soğanın cevabı mı? Şu Kur'an'ı ölçem kıkandığı ki la onu dediğimiz doğru yolda malımız, ondaki tüzünümüz. Bu mesela şu vetensiz yürümüz demiş şu. Şu demek çok olmaz mı? Aşı menbe nimse doğru olmayan çağda tüpe. Ekegen men çırılık ekegen nesma uzun kemmeydi ikinde. Sonra bunun düşmeydi dediğin gep çıkadı ikinde. Şu zapçasını bütünley dünyanın hem yerine ekvagan bu kadar. Ana tushilgan zapchasini topolmayandagi yurgan gap. Uni da ko'ra birini akasan, birini tutsang, shuni o ketaver degan gap. Şunu bir yerden ta'kidlagan narsa baştan oyoq shu. Qur'onni tushunib o'qinglar deyishga shu. O'qinglar emas, tushunib o'qinglar-chi. Albatta. Tushunmagan narsa o'qishlik bo'lmaydi-ku ham dastlabki. Albatta. Biz o'qish desa, Qur'on deganligi talaffuz qilishda o'qish topilimiz. Umi o'qish emas dastlabki u-chi. O g'inshish. Paşa'nın çivinden hınışına uğraşıyor. Bugün yani baş suallarımız zaten kaçtı. Aylık bayatın kılıkı geldi. Asansörde, liftte, dua kılışının, işe kimin işinin duası var mı? O bu Kur'an'da diye. Aşağıdan belki dua diyenli hata anlı düşünüp kalın değil adamcığım. Duanı fakat eğizdilam deydiğen bir nerede düşünüp kalın da. Hareket de düşebilin de ucu. Elbette. Endi bu alıqı yuqori desat kallama cimip bulamda bunu to'xtatib o'g'nimi de tormoz desek to'xtamidi.
Bana berip qala dep özlerininki ergeçkişlerine bunun yakın kemme dep nere aylandırıp eksidaga yolunu tutqandek qılıdı. Ya ulanıki nimisi o. Peygamber Aleyhisselam'ın vaxtida maçta stratejisi uçu. çapanlarla başlarını yögü olarak da anlap kalmaz için deyilgan ayalla göz aldığında keçede başlanda. Ama kapılırsak boyası yok. Ya kapı olgan mesele emez. emez. Ben keyin onlardan geldim. Demek çoğunun burun ben mi şunda koy dedim. Ben mi şunda düşüngen. Şuna muşun içinde tefekkürü boğan, aklı hür, iradesi mında müstakil, aklı sağlam boğan insanların aman bir kere tefekkür kılıp, hakikat kayıp kılıp, ben işini yapıp. Çünkü ben tefekkürle geldim bir yer. O kadar bir medres köp bakkan, ya ustazdan aldı tiz çökken birisi emez. Belki muşuminan muşa hakikat tepşinmesi payda okuğa buluşum mümkün. Hayatımda okumagandan payısı gördüm diyendek. Estağfurullah. Şu an tefekkürü var, müstakil tefekkür kılış, akıllı tefekkür kılışını halaydıgan, ör iradesi boğan insanlarda çok ümit badab qarayman. Şuna yolumuzun devam kılımız inşallah. Benim sözüm tügede eşkinlik kaldı. Allah'a emanet olun. O alaka toktap kalıştı ama biz bularga bir narsa deyiversek bularni ilan qilib nomini chiqaradi ekanmiz. Hozircha biz bir zuvanimizni yig'ayli. Karimiz olsun bunu bilanchi. Boshqalar ergishamiz deb qo'rqqan bo'lishi mumkin. Chunki hozir bular oxiri saranglashib, nega boradi desanglar, shu Qur'onga ergashsang ezib ketishligiga bordi emasmi? O'zlarining nima deyotganligini o'zi bilmayotganlarcha. Balkim keyin o'zlarining nima deganligini tinglab boqib, biroz susqan bo'lishi mumkin ham dedi. Bilmedim. Ana ustoz bugun xeli yaxshi bo'ldi bu suhbat. Ochiq yo'ruq hamda. Oldingi 22-sonda garchi 2 soatga so'zlab ketgan bo'lsa-mu, tinglashgan birodarlardan nihoyat yaxshi nimalar oldik hamda inkaslarchi. Necha minutlar tugagandek his qildim. Dars nihoyat yaxshi bo'ldi deb deganlar bor. Belkim sizlarga mana shunday inkaslar kelgan bo'lishi mumkin. İnşallah 24-sonda yine yangi bir mazmun bilan yangicha bir muzokara dars qilishni inşallah bizga nasib qilay. Rahmat sizlarga ustoz. Pidoylar ikroning va rahmat. Alloh sizlarga razı olsun. Ko'p rahmat. Allohga emanet. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.